odam tizim qurishga erinsa bo'ldi, bir-biriga qiylanib yuraveradi. Strategiya qilganingizdan keyin to'g'ri KPI qo'ya olasiz. Strukturaga tezroq top menejmentni joy-joyiga qo'yib olish kerak. O'zi kelajakda biznesingizni kattaytirmoqchisiz. Tayyor kodeksda o'zi 70% foydalar bor. Birinchi o'rinda ana shu SEOni KPI dan boshlashingiz kerak. Sizni aldab qo'ymasligi uchun 1-2 oy ham bunday 1-2 ming dollar pulingizni olib qo'yadi-da, bo'lmasa aldasa ham. Ya'ni brend qilsangiz o'zi bemalol 20, 30, 50, 2 barobargacha qimmat sota olasiz, agar to'g'ri brend qila olsangiz. Ikkita zubnoy pasta turibdi, bittasi Colgate, bittasi yana boshqa. Qaysi birini olasiz? Yonidagi arzonroq bo'lishi mumkin. Colgate olasizmi hozir? Katta ehtimol bilan 90% odam Colgate oladi. Nimaga desa, u brend qayerdadir ko'rgan u. Уже tirik qolish uchun hozir tezroq brend qilish kerak bo'ladi. Xulosa shu. Assalomu alaykum. Siz biznes egasisiz va ishxonadagi har bir ish sizga bog'liq bo'lib qolgan. Ham kassir, ham sotuvchi, ham omborchi o'zingizsiz. To'g'rimi? Ishxonadagi har bir ish sizga bog'liq. Shu sababdan na oilangizga, na o'zingizga, na farzandlaringizga vaqt ajrata olasiz. Agar yuqoridagi muammolar sizga tanish bo'lsa, ushbu muammolar yechimi sifatida Toshkent shahrida ustoz Bobur Musaboyev tomonidan tashkil qilinayotgan Codex Coaching kursimizga sizni taklif qilaman. Biznesdagi muammolardan qutulish va xotirjam boshqaruvga ega bo'lishni xohlasangiz, hoziroq mana shu yerda chiqqan QR kod orqali ro'yxatdan o'ting yoki kanal opisaniyasida qoldirilgan link ustiga bosing. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz hozir Kengash biznes klubi bilan birgalikda Farg'onaga sayohatimizni uyushtiryapmiz. Bu sayohatimiz orasida biznes razbor qilishni niyat qilganmiz. Boshqalarga ham foydali bo'lib qolsin degan ma'noda mana syomka qilyapmiz. Xo'p, demak mehmonimiz bor. To'g'ridan-to'g'ri mehmonga so'zni beraman. Hozir Abduvohid aka o'zingizni tanishtirasiz. Bugun siz bilan qisqacha biznes bo'yicha razbor qilamiz. Tayyormisiz? Tayyor. Assalomu alaykum. Tanishtirgingizni. Siz yaxshimisiz? Men Andijon viloyati Sharg'on tumanidan Alip Abduvohid bo'laman. Oyoq kiyim ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz va undan tashqari qo'shimcha xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanamiz. Zo'r. Asosan ikkita biznes. Asosan ikkita biznes. Zo'r. Keling bo'lmasa tezda kirishamizda mavzuga. Kuzatuvchilarga men qisqacha razbor nima o'zi tushuntirib beray. Biznes razbor bu kompaniyadagi kamchiliklarni ichiga kirib yechimini hal qilishga qaratilgan. Odatda treninglardan ko'ra bu foydaliroq bo'ladi. Nimaga? Aniq muammolarga aniq yechimlar beradi. Va bitta tadbirkordagi muammo odatda boshqalarda ham o'xshash bo'ladi, kuzatilayotgan bo'ladi. Mana shu muammoni ichiga kirishamiz va probka bo'lib turgan narsani ochib tashlab, o'sish nuqtasi deydi. Shu bir muammoni hal qilsak, inshaalloh mana shu muammo sababli, mana shu muammoni hal qilish sababli bir o'sishga sabab bo'ladigan omil bo'ladi. Ko'pchilik uchun foydali bo'ladi. Razborni shartlari bo'ladi o'ziga yarasha. Qanaqa deydi? Doktorga oldiga borsangiz, qaysidir joylaringizni ochishingizga to'g'ri keladi. Ba'zida yeching desa yechishga to'g'ri keladi-yu. Xuddi shuni singari olib qochmaslik kerak bo'ladi. Borini aytib, inshaalloh o'ylaymanki, shunda foydaliroq bo'ladi. Xo'p, nima masalani hal qilmoqchisiz o'zi bu razbordan? Ko'pchilikka kengash a'zolaridan taklif berdik. Hammanikini ko'rib chiqdik-ku. Araboy sizni nimangizni tanladi ko'proq. Loyiha rahbarimiz. Menda ikkita masala bo'yicha. Birinchisi asosan ish topshirish masalasida xodimlarga, top menejerlarga ish topshirish masalasida ozgina qiyinchilik bo'lyapti. Operatsiyonkadan chiqa olmayapsiz. Shu. Xo'p. Ikkinchisi, Xudoga shukr hozir savdoyimiz yaxshi. Endi shuni Stabilniy bo'lish kerak. Stabilniy qilish. Tizimga solmoqchi. Tizimga solmoqchiman. Asosiy shu. Savdo yaxshi. Nimadan yaxshi bo'layotganligini bilishingiz kerak. O'zidan o'zi yaxshi bo'lib qolmayapti-ku. Qayerdandir o'shani ushlab qolishingiz kerak. Xuddi shu narsa. Shuni endi davomiy qilish. Zo'r. Xo'p, Abduvohid aka, kompaniyangizning nomi? Bizning kompaniyaning nomi Mavroshoys Group. Oyoq kiyim ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Kompaniyamiz yangi. Yaxshi. Faoliyatingizni hozir qaysi kompaniyani ko'rib chiqamiz? Shu Mavroshoys. Mavroshoys. Xodimlar soni nechta aynan bitta shu loyihangiz o'zida? Xodimlar soni 20 ta unda. Xodimlar soni 20 ta. Xo'p, bundan top menejerlar. Top menejerlar. Unda asosan 3 ta bor hozir. 3 ta. Endi toplar 3 ta. O'zi 2 donayu narigini bitta eng asosiyim bilan 3 ta. O'zingiz bilan to'rtta. O'zingiz bilan to'rtta. Xo'p, endi demak sizdan tashqarisi. Nariginimda bitta asosiyim bor. Asosiy. Mana shu ikkalasiga ham qaraydi. Hozir qozoni bittami, bitta emasmi uni?
qozoni отдельный, lekin unga ham qaraydi-da. Qozoni o'sha hisob kitoblari, boshqasi Buniki kassasi, отдельный. hammasi alohida. Buniki отдельный. Xo'p, top 3 ta. Topdan nima vazifalarni bajaradi bular? Xo'p, bittasi sexnachalnik, Sexnachalnik. ikkinchisi o'sha ta'minoti bilan o'sha yerda hisob kitobi bilan Ta'minotni ham qiladi, hisob kitobni ham hisob qiladi. kitobini ham, ta'minotini ham Kassani qiladi. qiladimi shunda? Ta'minot bilan kassani? Ta'minot bilan kassani emas, yo'q. Yerda kassani hozircha asosan o'zim qilyapman savdosi bilan. Kassada o'zingiz. Ta'minotda asosan. Uchinchisi nima ish qiladi? Chiqdini. Uchinchisi nima ish qiladi? Uchinchisi hali meni yordamchim. Ish boshqaruvchimi? Asosiy hisobda CEO deymizmi? SEO. Shu. O'zingiz SEO qo'ygansiz, lekin kassada o'zingiz. Yo'q, shunaqa. Shunaqa ekan. Xo'p. Operatsiyonkadan chiqishni prosta muhokama qilmoqchisiz hozir. Nima qilsam operatsiyonkadan chiqaman? Shu endi men misol Savdo masalasi. savdo masalasi. To'g'ri. Ikkala endi men hozir Mavrda qilaylik deyapsiz. Endi hisobda ikkala ishim ham bir-biriga bog'liqligi bor-ku. Shu bog'liqligini umumiy holatda ko'rib chiqsak, menimcha menga ham yaxshi bo'ladi. Yana ham to'liqroq bo'ladi. Operatsiyonkadan chiqish bo'lsa, ikkalasini ham birga to'liq ko'rib olsak bo'lar ekan. Shuncha aytibman. Keyingisini nomi nima kompaniyangiz? Keyingisi u ham shu, endi u xizmat ko'rsatishda endi o'zimiz. U savdo, to'g'rimi? Yo'q, ana. Distributsiyami? Usluga. Yo'q, eshitmayapman. Bunda gapiraylikmi shuni? Bo'ldi. Xo'p, qarang. Keyingisi ham shu Mavr brendini savdosi bilan shug'ullanadi. Shunaqami? Nima? Men shuni tushunmay qoldim. Shu Mavr brendini xizmat ko'rsatish uni. Qanday xizmat ko'rsatish? Misol, oyoq kiyimda zakatobkasini qilamiz. O'shani yarim tayyor holatda yetkazib beramiz. Ikkinchi kompaniyangiz yarim tayyor qilib beradi uni. Shunaqa. Endi birinchisi to'liq tayyor. Bu ham ishlab chiqarishmi? Bu ham ishlab chiqarish. Bu ham ishlab Shu zakatobka faqat zakatobkasini o'zini qilamizda, yarim tayyor mahsulot qilamiz. Shu yarim tayyorimizni beramiz. Bunda nechta xodimlar? Bunda 50 ta bor. 50 ta xodim bunda. Xo'p. Xo'p, toplar nechta bunda? Bunda toplar 3 ta. 3 ta. Sexnachalnik bunda ham? Ikki dona sexnachalnik bor. Bundan tashqari 3 ta bu. Mana shu общий 5 ta bo'lyapti-da, haligi bitta asosiy bilan. Bitta ikkalasiga ham o'ynaydi. Shunaqa. Xo'p, bunda qolgan ikkita top menejer qanaqa vazifani bajaradi? Asosan sexnachalnik. Ikkalasi ham sexnachalnik. Nimaga bitta joyda ikkita sexnachalnik? Yo'q, ikki xil ish bor-da. Ikkita bo'lim bormi? Ikkita bo'lim bor. Tikuv bo'limi bor, tayyorlov bo'limi bor. Tayyorlovda отдельный, tikuvda отдельный-da. Endi kroyi bor, boshqasi bor, tayyorlov deymiz uni. Tikuvda chevarxonamiz. Bu отдельный, o'shaning uchun uniki отдельный, buniki отдельный-da. Bittasi tikish bilan, bittasi tayyorlash bilan shug'ullanadi-da. Ikkalasi ham shu bo'lim rahbarlari ekan. Bo'lim rahbarlari. Xo'p. Birinchisida savdo ham qiladi, shunda yo'q, hisobda unda savdo qiladi deyishimiz shart emas, faqat zakazga ishlaymiz unda. Faqat zakazga ishlaysiz. Faqat zakazga ishlanadi. Unda savdo hisobda yo'q desak bo'laveradi. Xo'p, strategiya qilinganmi reja? Yozma ravishda qilinmagan lekin. Yillik plan qilamiz lekin. Xo'p, yillik plan deganda nechta ishlab chiqarishingiz rejasi? Nechta sotishni rejasi ham bormi? Yo'q, u faqat zakazga bo'ladi. Sotish qanaqa modelda bo'ladi bunda? Unda yarim tayyorimizda sotishda plani yo'q. Xo'p, sexingizni hozirgi kunda ob'yemini 100 deb olsak, necha foizini bajaryapti? Ishlashimizmi? 70% ishlayapti. 70%. Buni ikkala sexingizmi yo birinchisimi? Birinchisi. 70%. 70% ni o'lchadingizmi? Bir smenadami, ikki smenadami? Bir smena ishlaydi. Bir smena bo'lsa, demak, уже 50% dan ham kam ekanda, katta ehtimol bilan. Chunki ikki smena ishlatmaysizmi sizlar? Yo'q, bizda faqat endi bir smena ishlanadi unda. Xo'p, mayli. Nimamizda, tayyorimizda ikki smena ishlaydi. Xo'p, bor kuchingizni 70% dan foydalanyapsiz, bu taxmin, to'g'rimi? Endi taxminiy, endi hali chiqaryapti turgan ob'yemimizga, ishni holatiga qayerdan hisoblaysiz siz? Bor kuchingizni necha foizdan foydalanayotganligingiz? Qanaqa hisoblaysiz? Asosan odamimizni hisoblaymiz. Bitta odam nechta chiqarishidan hisoblaysiz? Nechta chiqaradi u? Bitta odam sredniyda, misol uchun, hozirgi holatda 50 ta qiladi. 50 ta qiladi. 50 ta qiladi. Vaqtini hisoblaganmiz, qancha vaqt ketishini, bitta odam bitta narsani tugatgungacha o'sha konveyerdami har bir tochkasiga.
Shuni hisoblaganda 50 taga to'g'ri keladi. Endi 50 taga to'g'ri kelganning hisobiga odam boshiga uramizda, keyin chiqib turgan avionni qaraysiz, taxminan shu 60-70% da to'g'ri kelyapti. 60-70%. Endi 100% ishlatgan imkoniyat bor, zakaz bor. Zakaz bor. Zakaz bor, lekin nima deydi, vaqt yetmayapti. Chunki bog'liqlik darajasi, menga bog'liqlik darajasi ko'payib ketyapti. Qanday sizga bog'liqlik joyi? Demak, tizimga tushmagan, tartibga tushmagan. Endi 100% zakaz olsangiz nima bo'ladi? Eplolmay qolishadi. Yo'q, eplolmay qolishadi. Vaqtida qilib bera olmay qolishadi. Shunaqa. O'shaning uchun endi iloji yo'q, majbur kamroq olyapmiz. Xo'p, sotuv modeli qanaqa bo'ladi buni? Birinchi klient qayerdan topadi sizni? Xo'p, yarim tayyorda gaplashyapmiz. Yo'q, tayyor. Bunisini. Birinchi qismi asosiy. Ha, asosiyda. To'liq ishlab chiqarishimizda. To'liq ishlab chiqarishimizda klient u narsani nima qildik? Sotuv sayt qildik. Nimaga? Xo'p, tayyorimizda. Sayt orqali kirib ro'yxatdan o'tishadimi? O'zi klient qayerdan topadi birinchisi? Klient endi bizda siz borasizmi birorta do'konga? Yo'q, savdoyimiz. Optimchilar oladimi? B2B. Optim ishlaymiz. Sizdan olib Abu Sahiyga yoki Egabeyga sotishadi. Samarqandda, asosan ichki bozorda B2B ishlaymiz. Asosan tavsiya orqali topishadi. Tavsiya orqali odamlar tavsiya qilguncha kutib turiladimi shuni? Ha, shunaqa. Xo'p, birinchi to'xting, tavsiya orqali o'sha tavsiya qilgan odam birinchi sizni qayerdan topgan? Tavsiya qilgan odam chiqargan, reklama qilganmisiz yoki? Yo'q. Umuman reklama qilmaymiz biz. Chiqarganda Optim ishlagan so'z o'zi mahsulotingiz boradi bozorga, borsa sizni shoperlar orqali topib olishadi o'zi. Lekin men misol o'sha narsaga haligini ham so'radim. Nima qilmasdan ishimizni mahsuloti mahsulot tayyorlab bozorga chiqardik. Xudoga shukr, savdoyimiz afshi zo'r bo'lyapti. QR kod qildik, sotuv sayt qildik. Misol mijozda olib kelganida dannisini olgani. U narsalar qildik, lekin asosiy narsa shu shoperlar orqali yoki tanish bilish orqali chiqishyapti-da. Xo'p, hozir men sizga borib zakaz beraman desam olmaysizmi shunda? Sizdanmi? Yo'q, olaman. Olmayapman deyapsiz-ku, 70% dan oshiq olsam nima bo'lib ketadi, ulgurmay qolishadi deyapsiz. Nariga tushunmay qolibman-da, xizmat ko'rsatishimni aytdim. Ha, bo'ldi. 70% deb ham buni aytdingizmi? Ha, o'shani aytdim-da. Yo'q, unda 100% maksimum ishlayapmiz. 100% bor kuchingizdan foydalanyapsiz. Chunki ikkisini ishlayapmiz-da. Ikkisimi? Ha, shuning uchun so'radim. Ishlayapmiz. Tayyor mahsulotimizda ikkisini ishlayapmiz. Endi undan yaraga imkoniyat bo'lmayapti. Yana ham kengaytirish kerak. Xo'p. Mana shu potensialda bo'ldi. Nimaga unda 20 ta emas 50 ta xodim olmayapsiz? O'sha odam bilan yetadi-da hozir. Pul yetadimi? Chunki stanoyda ishlanadi endi u narsa. Stanoyda ishlanganning hisobiga o'sha odam bilan yetadi. Stanok olish kerak bo'ladimi? Nima unda yana stanok olmayapsiz? Endi o'zi yangi oldik ish boshlab. Ha. Yangi etapmiz. Anchadan beri qilyapti shekilli, yo nargisini qilyapti o'zi. Nargisini qilyapti. Yarim tayyorda qilyapti. Buni endi 1 yil bo'ldi-da. Asosiysi qaysi biri sizga ko'proq pul keltiradi? Hozir endi tayyor bo'lib qoldi asosiysi. Yarim tayyor уже ikkinchi o'ringa chiqib qolyapti. Xo'p, strategiya tayyor mahsulotingizni hozir faqat Optim sotyapsiz. Sizdan Optimchilar olib sotadi. Ha, shunaqa, faqat Optim. Nimaga investitsiya olib bo'lsa ham qilmaysizmi? Agar ras yurib turgan bo'lsa, uni mablag' yetmayaptimi? Nimaga stanok tez ko'paytirib yuborsangiz bo'lmaydimi? Yaxshi yurib turgan bo'lsa. Hozirgi holatda biz yangi boshlaganmiz. Misol uchun yangi 1 yil bo'ldi. O'shuni hisobiga hozirgi holatiga yaxshi. Ya endi biz hozir moliyaviy holatimizdan ishlab chiqarish ob'emimiz uchun o'zimiz uchun endi boshqa bilmadim, yaxshi ko'rsatishda. Yaxshi ko'rsatkich qarang. 1 yil bo'ldi o'sha boshlaganingizga. 1 yildan beri ozmi ko'pmi foyda qilyapsiz. Shunaqa. Stanokni necha pulga olgansiz? Sir bo'lmasa. Stanok 20 ming atrofida bo'ldi. 20 mingga. 1 yil ichida yana 20 mingga stanokka pul ajrata olmadingizmi? Yo'q, stanokda o'z olganimizga endi 3 oy bo'ldi. Ha, tayyor mahsulot sotishni boshlaganingizga necha yil bo'ldi? Unga 1 yil bo'ldi. Unda faqat usluga xizmat qilib foydalanardik. Endi o'zimiz assobiy aytdim legenda. Assobiy sex qilib, yangi sex qilib, o'sha mana 25 ta boshidan yanvardan boshladik-da uni. Xo'p, hozir stanoklarni ko'paytiradigan bo'lsangiz, savdo oshishi mumkin. Ya'ni savdo oshishiga tayyorsiz. Keyin qanaqa sotuv modelida sotasiz? Baribir men nimaga sotuvga taqayapman? Hamma narsa sotuv strategiyasini qilgandan keyin boshlanadi. Ya'ni siz hozir o'zingiz aralashishga majbur bo'lyapsiz. Sababi nimaga? O'zim turibman hozir. Ha, sotuvda ham o'z turasiz, qaysidir joyda sex kam aralashib qo'yasiz. Agar ko'payib ketib qolsa,
Nimaga desa, to'g'ri strategiya qilinmagan va to'g'ri strategiya qilinsa, shunga qarab to'g'ri KPI qilsa bo'lardi. Men shundan kelyapmanki, hozir savdoni oshirishni savdo rejasidan boshlab turib, keyin u xodimlarga, sex nachalnikiga ham shunga qarab KPI qo'ysa bo'ladi. Shunga qarab shuni sifatiga qarab KPI bog'lab qo'ysa bo'ladi. Shuni aytaylik, savdo menejeriga qarab, HR ga ham shunga qarab xodim topish rejasini qilsa bo'ladi. Shu narsalarni hal qilmagansiz. Yo'q, strategiyasini. yo'q uni. Xo'p. Yo'q, demoqchi bo'lganim, strategiya qilishingiz uchun ham baribir hozir probka bo'lib turgan narsani ochishingiz kerak edi. Strategiya qilganingizdan keyin to'g'ri KPI qo'ya olasiz. To'g'ri KPI qo'ysangiz, keyin operatsiyonkadan chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni ishga olishga mas'ul xodimlaringizga ham shunga mos reja qo'yib berasiz. Qachonga nechta 20 ta xodim yetmayotgan bo'lsa, qachonga nechta xodim topib berish kerak sizga. Sotuvga mas'ul xodimingizni ham keyin qo'yasiz, o'sha distributsiya usulida sotasizmi. Oldin hali sotuv modelingiz yo'q. Stanokda 2 ta yoki 3 ta qiladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan o'sha sotuvga muhtoj bo'lishni boshlaysiz. Baribir sotuv kerak-ku. Hozir stanokka pul yetadi, lekin sotuv ko'payib ketib qolmasin deb qo'yapsiz. Shunaqami? Yo'q, hozirgi holatimizda dasmaya undan yog'iga qiynalamiz-da. Oshirgani, ishlab chiqarish hajmini oshirgani hali tayyor emasmiz, lekin hozir shu holatimizda eplayapmiz. Hajmini oshirishga bu yoqda yetmay qoladi deb tayyor emasmiz shunisi. Xo'p, zarmo yetmay qoladi deb. Aytaylik 10 ta stanogingiz bor. Sotuvda endi ko'paytirishingiz kerak. Qanaqa usulda sotgan bo'lardingiz? Baribir sotuvga ta'sir o'tkaza olsangiz, keyin u sotuv bo'ladi. O'zidan o'zi bo'lib qolayotgan sotuvlar u sotuv emas. Bugun bor, ertaga yo'q bo'ladi. Bitta xodimingiz noto'g'ri servis qilsa yoki nimadir bo'lsa, uje yangi klient topishga qiyinchilik bo'lishi mumkin-da. Baribir sotuv modelini birinchi qilib chiqish kerak deb o'ylayman. Distributsiya usulida sotmaysiz. Yo'q, faqat optim, B2B. Xo'p, o'sha optimchilarni qayerdan topasiz? O'sha narsalarni varonkasi bormi? Siz bu bo'yicha o'qiganmisiz, o'qimaganmisiz? Anaqada. Sotuv KXda. Sotuv varonkani tushunasiz o'sha. Ha, o'sha tushunaman. Xo'p, demak, birinchi qayerdandir topishingiz kerak klientni. O'sha narsani qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mayli, buni ham qo'yib turaylik. Operatsiyonkadan chiqish deyapsiz-ku. Operatsiyonkadan chiqish uchun birinchi to'g'ri KPI qo'yish kerak bo'ladi-da. To'g'ri KPI to'g'ri strategiyadan kelib chiqadi. To'g'ri strategiya, hozirgi holatingizda strategiya qilay desangiz, o'zi sotuv yetarli. Nimaga hozir bog'lashdi, men bilmayapman-da. Baribir sizda hozir probka bo'lib turibdi, tezroq stanok olish kerakdir yoki yo'q, hozir ustoz, menda asosiy probka bo'lib turgan narsa, birinchisi yozib olganman. Shu bo'yicha qilaylikmi? Mayli, birinchi savollaringizni yozib olganmisiz. Endi kam-ko'st bo'lsa to'ldirasiz. Mayli. Birinchi holatda asosan muammoni o'zimda ko'ryapman-da. Tabiatan qattiq qo'lmasman. Bo'shroq qo'lmasman. Yumshoqroq, do'stona gaplashasiz. Shunaqa. Endi hozirgi holatda xodimlardan shikoyat yo bir narsa kelmayapti, lekin qattiq qo'l bo'lishga majbur bo'lyapman. Chunki muammo ko'payyapti, xo'p deb ish bitmayapti. Endi majbur bo'lyapman qattiq qo'l bo'lishga. Savolimda ham shu narsani yozganman. Shuni darajasini qanchalik qilishim kerak, qanaqa tartibda qilishim kerak? Birinchi savolim shu edi. Birinchi narsa, siz nimaga SEOingiz bor ekan, siz qattiq qo'l bo'lishga majbur bo'lyapsiz. Ish boshqaruvchingiz bor. Ish boshqaruvchingizga agar polni topshirgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan u boshqatirish kerak-da, qattiq qo'llikni u qilish kerak. Siz biznes egasi sifatida qattiq qo'llik qilishingiz noto'g'ri bo'ladi. Endi qattiq qo'llik faqat o'sha top menejerga qo'yasiz. Uni ham aniq rejasi, kunlik aniq hisoboti bo'ladi. Hisoboti bo'yicha ketmayotgan bo'lsa, keyin qattiq qo'llik qilasiz. Endi nimada qiyinchilik bo'lyapti? Masalan, ishga vaqtida kelishmayaptimi, boshqami? SEOga KPI qo'yilganmiki? Yo'q. SEOga KPI qo'yilmagan. Hisobda yo'q, KPI endi KPI emas u. KPI hisobida, misol chiqargan ishiga endi KPI deyilsa kerak, adashmasam. SEO sex nachalnikmi, u SEOmi? To'xtang. Shuni struktura tuzilganmi, tuzilmaganmi? Yo'q. Ikkinchi savolim o'sha ikkiga o'qiganmisiz? Yo'q. Yo'q, bayat uxlaganman deydi. Bilaman, uxlab o'tirardingiz. Shunaqa. Org struktura tuzilishi kerak. Vazifa o'sha SEOni hozir aytyapsiz, SEO qo'yilgan deb. Endi SEO bo'lib qobiliyat tortadimi uni? Qobiliyat tortadi, lekin to'liq holatda emas. Sababi tayyorlov jarayonida-da, hali 100% tayyor holatda olmaganman. Endi sekin-sekin o'rgatib
qaysidir darajaga olib chiqdim. Endi hali ham lekin mukammal bo'lgani yo'q. U narsani sizga tushunishga oson bo'lsin deb SEO deyapman. Asosan yordamchi vazifasida-da. U shaxsiy yordamchimi? SEO terminlarni to'g'ri aytishimiz kerak-da. Men tushunishim oson unaqa narsalarni. Shaxsiy yordamchi hisobida-da. Endi 100% SEO emas-da, misol uchun. O'zi ham baribir menga ehtiyoji nima bo'lsa yordamlashib ketaveradi. Ha, menga ehtiyoji tushadi-da. Hali qayt yonyap turgan bo'lsa, shu yerda billa o'chiradi-da men bilan. Xo'p. Katta ehtimol bilan agar billa o'chirsa, fikri bir joydan chiqsa, aytganingizdek qilsa, unda уже SEO deb uni topshirishingiz kerak bo'ladi. Katta ehtimol bilan. Qoldi joyiga. Endi qattiqqo'llikni u orqali qilishingiz kerak bo'ladi, birinchi masala. Uni ham nimadan qattiqqo'llik qilay desa, bo'ldi, reja fakt degan narsadan qattiqqo'llik qilinadi. Nima uchun reja bajarilmayapti degan narsa. Shuning uchun обязательно reja tuzilishi kerak. O'sha sexni rejasimi, sotuv rejasimi, strukturaga tezroq top menejmentni joy-joyiga qo'yib olish kerak. Qoidalar tuzilganmi, tuzilmaganmi? Qattiqqo'llik nimada qilish kerak desa, qoidalar bo'yicha qilish kerak bo'ladi. Masalan, bitta xodim qaysidir joyda vaqtida rejasini bajarmadi yoki noto'g'ri muomala qilib qo'ydi bir bilan va hokazo. Nima muammo bo'lyapti? Unda qoida yozilgan bo'lishi kerak bunga. Va qoida bo'yicha haligi SEO ish boshqaruvchi, mayli u qamchi bilan maqsad bo'ladi. Siz doim kulib turadigan odam, mana shu odam nima desa shu deydigan odam bo'lishingiz kerak. Siz o'zingiz aralashayotgan bo'lsangiz, buni hech qaysi yo'li yo'q. O'zingiz qattiqqo'llik qilishingiz yaxshi emas. Hozircha aralashib o'rganim yo'q, lekin aralashib ketib qolyapman. O'sha через uni qo'li bilan bo'lishingiz kerak-da, baribir uni qo'li bilan qilishingiz kerak yoki katta ehtimol bilan o'zi hamma xodimga KPI noto'g'ri qo'yilgan yoki qo'yilmagan bo'lishi mumkin. KPI qo'yilganmi, qo'yilmaganmi? Yo'q, KPI qo'yilmagan. Bizda asosan ish bilan ishlanadi. O'shaning hisobiga u narsaga ehtiyoj tushmagan, lekin ehtiyoj asosan top menejerlarga qo'yish kerak, hozir zarurat deb bilyapman shuni. Hammasiga tezda qo'yish kerak. Birinchi o'rinda. Keyin aniq tezroq qoidalar muhitiga o'zgartirish kerak. Endi qoidalarni jarima qilishga cho'chiyotgan bo'lsangiz, jarimani ball sistemasiga o'tkazish kerak. Kengashli zoomlarga kirib turish kerak. Ball sistemasiga o'tkazyapsiz, to'g'rimi? Mana yaxshi bo'lyaptimi? Sekin уже o'tkazyapsizlarmi? Jarimaga cho'chiganlarni ballga o'tkazyapmiz, masalan. 100 ballik shkala berilyapti, har ballidan, har qoida buzarligidan jarima deyilmayapti, ball ayirib borilyapti. Necha foizlik qolgan bo'lsa, o'shuncha summasi KPI qilib berilyapti. Ya'ni 100 balldan necha balli qolgan bo'lsa, o'shuncha foizi berilyapti. Lekin o'sha ball har bitta qoida buzarlikka borib registratsiya qilishi odamni tarbiyalaydi. Masalan, hozir qattiqqo'llik qilmasam bo'lmayapti deyapsiz. Nimagaki qoida buzarlik qilyapti, xodimlaringiz gapga kirmayapti, aytilgan qoidalarni buzyapti. Borsangiz xo'p bo'ladi deb keyin yana qaytib qolmayapti. Keyin qattiq gapirishingizga to'g'ri kelyapti. Xuddi shu joyda qoida buzarligiga registratsiya qilinishi kerak. Ball ayirib borilishi kerak o'sha KPI dan. Va bu KPI ga summasiga ta'sir qilish kerak bo'ladi. Bo'lmasa ham iloji yo'q. Qanaqadir summa ta'sir qilmasa xodimga, insonga iloji yo'q-da. Har bitta registratsiya qilinganda hali nafsiga yoqmaydigan bo'lishi mumkin, lekin shaxsiyatiga tegmaydi. Masalan, "Yo'q, kallang ishlaydimi seni?" degandan ko'ra, "Farosating bormi? O'tgan safar ham aytganman senga" degandan ko'ra, "Keling, siz mayli insonda kamchilik bo'lib turadi, mana shu registratsiyaga qo'l qo'yib qo'yasiz. KPI ga ball registratsiya qilindi deysiz, bo'ldi, tamom." Jarima deyishsa cho'chiydigan bo'lsangiz, ya'ni jarimada xodimlarga yoqmaydi, tabiiyki, ballga o'tkazsangiz bo'ladi. Demoqchiman, baribir o'zi kelajakda biznesingizni kattaytirmoqchisiz, to'g'rimi? Ha, shu. Qoidalar tuzish kerakligini o'rgangansiz, to'g'rimi? Nimaga qilmayapsiz? Nimaga qoidalar? Tayyor kodeksda o'zi 70% qoidalar bor. Kodeks bor deydi. Kodeksingiz ham bor. Nimaga ish taraf yetishmayapti? O'ziga ish taraf. Ha, kengashda loyiha rahbariga jarima qo'yish kerak menimcha. Ish taraf qo'yish kerak. Keyin bu bolaga ish taraf olish kerak haftada. Ha. Ochilib qolyapti. Zo'r. Shunaqa. To'g'ri, shuncha aytibman, birinchi shuning uchun mana birinchisiga o'zim yozganman-da. Yo'q. Muammo o'zimda bo'lyapti, lekin o'sha xudo xolasa birinchi savolimga javob oldim. Biznesni kengaytirish masalasida odam tizim qurishga erinsa bo'ldi, bir umrga qiynalib yuraveradi. Tizim qurish kerak birinchi. Qoidalar tuzib, ana eng oson yo'li mana siz o'zingiz tushuntirishga ham majbur emassiz. Bolalar qoida tuzyapmiz, o'rganinglar deyishga ham majbur emassiz. Mana SEO janoblari. O'zing tushuntirib ol bir amallar deyinda, o'zi dehqonchasiga bo'lsa ham tushuntirib oladi. Siz zarbul masalalar keltirishingiz ham shart emas. Korotchi deydi, mana shu narsa qilishimiz kerak ekan deydi. O'zi ham xodim-u, boshqalar ham keyin ergashish oson bo'ladi. Umuman operatsionkadan
rosa ishingiz tushayotgan bo'lsa ham bo'ldi. Через bitta odam. Mayli, baxtingizga boragan bitta bo'lsa ham odamingiz, sizni tushunadigan. Unda problema yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa problema yo'q. Xo'p. Demak, birinchi masala qoidalaringizni tezroq shakllantirib, KPI ga o'tkazishingiz kerak. Kengashdagi videolarni qaytadan ko'rib oling. Zo'r nimalar bo'lyapti. Sizlar shanba kuni qo'shilmayapsizlar, boshqalarga ham tegishli. Qo'shilayotganlarga bitta qarshi chop qo'yinglar. Har doim aktiv bo'lganlar. Har shanbalik darslar bor. Mana har doim aktiv bo'layotganlar bor. Davud akam eng aktivi, faqat Rozada tasdiq so'rab turgan. Baraka topinglar. Har safar bitta bir tomchi bo'lsa ham nimadir olinyapti. Masalan, oxirgi darslardan bittasi top menejerlar bilan qanaqa suhbat o'tkazish bo'yicha bo'ldi. Qo'shilmadingiz? Qancha bilimdan qolib ketdingiz? O'zi 1 soatgina xolos. 1 soat, 1,5 soat har safar gaplashamiz. Xo'p, demak, savolingizni keyingisini aytingchi. Operatsionkadan chiqishdi, demak, xulosa qilib qo'yadigan bo'lsak, o'zingiz kirib ketmasligingiz kerak. Nima bo'lsa ham xotirjam, spokойно, rosa nervingiz chiqqan paytda ham shu через bitta odam hal qilishingiz kerak va birinchi o'rinda ana shu SEO ni KPI dan boshlashingiz kerak. Qoidalarni to'g'ri ishlata olganligi uchun, misol uchun 10 million bermoqchisiz. 3 millionini mana shu qoidalarni kompaniyaga joriy qila olgani uchun bering. 2 millionini qaysidir sex bo'limida rejalar bajarilganligi uchun. Shunaqa narsa. Ikkinchi xulosa sraz strategiya qilish kerak. Strategiya degani bir qiyin, bir osmondan olingan gap emas. Rejalashtirib berish kerak. Haftalik, kunlik, oylik, yillik rejalar aniq bo'lishi kerak. Mayli, yillik bo'lmasa ham 3 oylik, 3 oylik, 1 oylik, 1 oylik bo'lsa ham qilib turib, shunday xatolar bo'lsa keyingi oyga yana yangilab, keyin stabilniga tushganda уже 2 baravarga, 3 baravarga oshirib rejani 2 oy, 3 oy, 1 yilga ham qilsa bo'ladi. Xo'p. Lekin hammasi sotuv rejasiga borib taqaladi, chunki biznesda eng muhimi nima o'zi? Sotuv bo'lmasa hammasi bir teng bo'ladi. Shuning uchun sotuv rejasini hozirgidan 2 baravar oshirish uchun nima to'sqinlik qilib turibdi degan savoldan boshlash kerak. Hozirgi holatda xudoga shukr sotuvimiz yaxshi. Yo'q, yaxshi qancha? Hisobda sof foidangiz qancha sir bo'lmasa? 90. 100%. Yo'q, xudoga shukr sir bo'lsa, YouTube ga tweet qilib qo'yib yuboramiz. Yo'q, savdomiz xudoga shukr hozirgi kunda yaxshi bo'lib turibdi. Ustoz, yaxshi bo'lib turibdi. O'sha yaxshi bo'lib turganligi uchun to'g'riga bu 2 baravar oshish kerak emasmi sizga hozir? Yo'q, oshish kerak. Oshish kerak. Endi hozirgi danli momentda to'g'riga mashq holatda ushlab turishni o'zi ham orzu bo'lib qolyapti-da. Chunki operatsionkani o'zidan tezroq chiqib olsam, siz aytgan narsani, strategiyasini, boshqasini misol korxonani o'zida 2 baravarga oshira olmaydi shekilli-da men. Yo'q, shunaqa to'g'ri. Korxona tazminat qila olmaydi o'zini. Masalan, hozir yozdan yetishmaydi, yo qandaydir bir narsa yetishmaydi. U o'zi avtomat ravishda oshirish uchun yo ishxonani kengaytirish kerak. Shunaqa to'ppa-to'g'ri. Avtomatizatsiya qilinganmi birorta? Avtomatizatsiya qildim, qilmadim emas. Lekin уже ishim ko'payib ketib qolib, tayyor qilgizgan avtomatizatsiyani to'g'riga o'zim 100% yo'q, hali qo'yganim yo'q. Pulni berib qo'ygansiz. Qilgizdirib tayyor startda qachon qo'yib beraylik deb turishibdi. 2 oydan, 1,5 oy bo'ldi. Sizda asosan delegat qilishda muammo. Sizda to'g'ri savolim shu edi. Mana Safiyani ko'p misol qilaman. Strukturani mana tasavvur qiling, org struktura darsda o'tganmiz-ku. Xizmat ko'rsatish yoki ishlab chiqarish otdeli bor, sizda ishlab chiqarish otdeli va bu asosiy departamentlardan. Yana bitta o'sha moliya, marketing, HR qismlari bor, to'g'rimi? Ana shu tezroq ana shu top menejerlarni olmagunizcha xotirjam bo'lmaysiz. Ya'ni siz mana qoida avtomatizatsiyalarda ham bitta og'iz aytasiz, bo'ldi, ishlatadi. Top menejerlarni olmasdan xotirjam bo'la olmaysiz. Hozirgi foydangizni yaxshi foyda qilib turgan bo'lsangiz, xotirjam bo'lishingiz uchun yarmini berishga tayyormisiz? Shunaqa. Xotirjam, zato xotirjam bo'lsangiz, shuni to'ldirib ketadi shu savol. Xotirjam bo'lsangiz, mana xotirjam bo'lsangiz, hozir 2 baravarga kamayar foyda. Masalan, 10 ming foyda qilib turibsiz, 5 mingini xotirjamligingiz uchun sarflamoqchisiz. Kimga desa, top menejerga. HR, misol uchun HR kerak bo'ladi sizga yoki marketingga hozir shart emas sizga, ikkinchi qadamda sirasiz kerak bo'ladi. HR ni olish uchun sof foydangizni yarmiga ham tayyorsiz, lekin $1000 ga ham ishlaydigan HRlar bor. 1,5 mingga ishlaydigan zo'r HRlar bor. Olib kelasiz, to'liq tizimga soladi misol uchun. 10 mingdan foyda qilayotgan bo'lsangiz, endi men bilmayman, 20 ming qilayotgandirsiz, 50 mingdir. Hech bo'lmasa shu 1,5 mingni HR ga sarflaysiz, zato siz falonchi xon, falonchi jon
avtomatizatsiya olib kelindi, falonchiga pulni berib qo'yganman, o'rnatinglar shuni. Men sizdan mana o'zini talab qilib olaman. Moliya modelini qilib chiqdim, misol uchun hisob kitob mana formatda bo'lishi kerak. Men sizdan mana shuni talab qilib olaman deydigan kuchli odamingiz bo'lishi kerak. Hozir katta ehtimol bilan top menejer deyotganlaringiz ham ko'pi o'zingiz tarbiyalagan odamlar bo'lishi mumkin. Shunaqa, o'shuncha men ikkinchi savolimda bersam. Ikkinchi savolingiz. Ikkinchi savolim ish topshirishda xodimlarga mas'uliyatni to'liq his qildirish va topshirishda to'liq aralashuvsiz ko'p ishlar hal bo'lmayapti-da. Shu birinchi masala ishonchli xodim emasda. Ular ya'ni ishonchli pul jihatidan ishonchlidir, omonat jihatidan ishonchlidir, lekin mana avtomatizatsiya qildim falonchijon. Mana shuni o'rnatinglar desangiz qilib yuboradigan emas, to'g'rimi? Shunaqa. O'zingiz bosh turishingiz kerak. Demak, kuchli xodimlar emas top menejerlaringiz. Masalan, men komandamda birorta yangilik kiritsam, falonchi mana falonchi bilan gaplashinglar, mana shu yangi sistema ekan, zo'r sistema ekan, o'rnatinglar desam, o'rnatib yuborishadi. Keyin men hisobotini davay bo'ldi, nima bo'ldi desam, mana o'rnat degan narsangiz mancha bo'ldi, mancha vaqtda o'rnatdik. Siz endi ko'rsangiz bo'ladi, mana ishlayapti. Masalan, yangi moliya bo'yicha avtomatizatsiyadir, boshqadir. Aytaman, shuni qilishadi. Endi bu yerda yana bir narsa menga bog'liqlik jihati, misol o'zimda ham bor. Bog'liqlik jihati qaysidir holatlarda ko'p narsa bog'lanib qolyapti-da. Endi uni siz aytmoqchi o'zimdan olay desam, balki ishonmayib turgandir. Birinchisi kuchli emasligi, ishonmayotganingiz sababi hali sizga baribir birinchidan qolib ketadi, ular tushunmaydi hali bu sohani. Ikkinchidan siz o'zingiz kirishib ketib qolayotgan bo'lishingiz mumkin. Uchinchidan noto'g'ri topshirayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni shuni darajasini qanday baholasak bo'ladi? Birinchisi baribir ishonib topshirishingiz uchun ham ishonchli, bir nimadir aqli hamma narsaga yetadigan universalniy xodim bo'lishi kerak. Agar bilmasa o'rgatish kerak unga yoki mana insonga kelib bir ikki marta bizni komandadan maslahat olish mumkin. Xo'p, ikkinchisi siz o'zingiz kirishib ketmasligingiz uchun endi bilmayman, u o'zingizni fe'lingizni shakllantirishingiz kerak. Mana kengashda shuni nazorat qilib turamiz, endi qanchada bir baribir o'zingizda ham bo'lishi kerak. Kirishib ketib qolavermasdan o'zingiz sal tashqaridan nima qilishga harakat qilishingiz kerak. Nizom chiqarish kerakmi, bilmayman. Umuman olganda, hop, keyingi masala nima bo'ladi? Uchinchi masala desa, esimdan chiqdi. Umuman olganda to'g'ri topshirish masalasi. To'g'ri topshirish masalasi. Topshirayotganda aniq zadacha berib, buni kunga manaqa holatda ishlashini kutaman degan narsa bilan plus KPI ga bog'lash kerak bo'ladi. Masalan, bugun men Nodirbek bilan SEO mana Codex coaching loyihamizni boshqaruvchisi. Nodirbek, meni kutuvlarimda sizdan yana marketingdan kutadiganim bor ekan, chunki hali kuchli marketolog ola olmadik. Shuning uchun sizdan marketingda mana qismlarni kutaman dedim. Diyorbekka aytdim, iloji bo'lsa KPI ga bog'laylar shuni. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana shu narsalarni aytdimmi, endi prosta aytganim qolib ketmasligi uchun bo'ldi. Tamom, men baqirib yoki so'kib yalinib yurmayman. Mana shu narsa men aytganimni ham qo'shib qo'ysa, marketingda ham men aytgandek olib keta olsa, yana KPI ni bir qismini o'sha evaziga oladi. Tushuntira olyapmanmi yo'qmi? Yo'q, so'z to'g'ri tushunyapman. O'sha почти mana shu narsaga xulosa qilgan edim. Xulosani to'ldirganingizga zo'r. Xursand bo'lyapman. Endi shu holatda ustoz, bitta qo'shimcha savol bo'lyapti-da. Asha top menejerga deb qo'ygan xodimlarim shunda hozir sizning gapingizdan to'liq qoniqish hosil qilmaganda hisobini olyapman-da o'zimda. To'liq qoniqish hosil qilmaganligim uchun demak vazifa topshira olmayapman degan tushunchaga kelyapman hozir sizga. Undan ham oldin qilish kerak bo'lgan ish men o'ylayman, siz org struktura bo'yicha ko'rmayapsiz hali ham. Bugun hozir kengashda org struktura qilamiz, Diyorbek. Org struktura qilamiz. O'shanda yaxshilab tuzib olib, bu faqat org struktura bo'yicha gaplashishingiz kerak siz. Mana top menejerim yoki yordamchim deyapsiz. Hali kimligini ham bilmayapsiz. Birinchi tepadan qarashni o'rganishingiz kerak-da, struktura bo'yicha. Men 5 yildan keyin degan narsa, mana vision tuzib olganmiz, vision tuzgansiz, anaqaga borgansiz. Tog'da bo'lganmiz. Xo'p, o'sha visionga 5 yildan keyin borish uchun hozir menga eng muhim xodim nima desiz, o'z-o'zidan kelib chiqadi mana, yo HR yo SEO bo'lib kelib chiqadi. Keyin qarasangiz, o'zingiz ichidan chiqarishning imkoni bormi, yo'qmi deb o'ylaysiz. Men o'ylagan bo'lardim shuna deb turib. Yo'q, hozircha bu falonchidan SEO chiqmayapti. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi-ku, to'g'rimi? Endi ko'raman, bu o'qitsam odam bo'lib ketadimi yoki yo'qmi? Keyin aytaman insonga yoki Ibrohim Gulamovga yoki Alisher Isayevga bor o'qi deyman. Pulini beraman o'qishga. Shartnomamni zo'r qilaman. Kelajakda sen bilan quramiz.
o'qitaman, shu yerda zo'r bo'lib ishlaysan, mana marhamat, foydamidir, boshqamidir, nechidir foiz seniki eplab keta olsang. Bo'lmasa xafa bo'lish yo'q, yana joyingga qaytaraman. Kelishdingmi deyman? Ha. Bu birinchisi. O'qitmasangiz o'zidan o'zi odam bo'lib ketmaydi-da. Birinchisi. Demak, undan chiqadimi yo'qmi? Ha, chiqadi deb o'ylasam, uni o'zini chiqaraman. Bo'lmasam, boshqa to'p xodim olib kelaman. Masalan, siz tasavvur qilaylik. Hozir men o'ylashimcha, sizni holatingizda HR kerak-da. Nimaga desa, avtomatizatsiyani o'rnatish ham shu HRni tushunadigan odamning vazifasi. Umuman bitta aqlli bitta top menejer kerak. Yo CEO deb ko'ring yoki HR deb ko'ring. Men shu sohada ishlagan birorta CEOni qidirishni boshlayman hozirdan. Siz o'rningizda bo'lsam, aynan shu sohada ishlagan kim bor? Necha pulga ishlaydi u? Qidirib topib iloji bo'lsa ishlaganmi, ishlayaptimi deb gaplashib ko'raman, misol uchun. Agar topib turib sekin-lekin meni 5 yillik vizionim bor edi. Prosta tuzib chiqmagan edim hali kengash uchrashuvida yaxshi o'qiyotganga o'xshab ko'rinish uchun. Yo'q, prosta emas edi, u maqsadim jiddiy edi. Yo'q, ostdan tuzganman. Yo'q, tuzishni o'zi emasda. Endi maqsadni unga jiddiy qaratsangiz, o'sha har qadamda eslaysiz. Masalan, men har doim duoyimda ham eslayman, shu videoni qilganman, Allohim 5 yillik o'zing unuttirib qo'ymagin, mana shunga yetkazgin deb so'rayman. Nimaga? Prosta yozib qo'yishni o'zi kifoya emasda. Men ishonganman unga, u narsaga. Ikkinchidan, har doim shunga qarab strategiya qilishga harakat qilaman. Moliyada ham fondlarda shunga qarab bo'laman. Endi siz o'rningizda bo'lsam nima qilardim? O'sha meni 5 yillik videonam bor. Falonchijon, oldin siz mana shu sohada ishlagan ekansiz, yo HR bo'lib yo ish boshqaruvchi bo'lib. Keling birga ishlaymiz. Nima deysiz? Men keling sizni bu narsalar kutyapman. 10 tasi bilan suhbat o'tkazsam yoki 3 tasi bilan suhbat o'tkazsam, bittasini ko'ndiraman misol uchun. Tezroq lekin unga topshirishga harakat qilaman. Unga misol uchun $1000 ga ishlar, $2000 ga ishlar yoki undan ko'pga kamga KPI ga bog'lab beraman shuni. Aka, bo'ldi. Zo'r. Qani ko'ramiz, mana testoviga mana ancha fiksa, uncha KPI. Ya'ni nimalar qilib bera olasiz? Nima qilgansiz o'zi? Suhbatlashib turib bilganini. Qilganman, buni qilganman, buni qilganman. O zo'r, meni ko'nglimdagidek ish qilgan ekansiz. Keling unda bu summani sizga beraman. Va keling ishlang deb tezroq operatsiyonkadan chiqardim. Bitta narsani bilishimiz kerak. Iste'dod degan narsa bor. Rollarni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Biz ko'p shu biznesda sex yuritayotganlar, sex nachalnik bo'lib ishlayapti hali ham. Qaysidir shu savdo sohasidagilar hali ham o'sha savdogar, o'sha sotuvchi bo'lib ishlayapti. Nima qilish kerak desa, biznesmenlik ko'nikmasini tezroq shakllantirish kerak. Biznesmenlik ko'nikmasi nima deb o'ylaysiz? Biznesmenlik ko'nikmasi, endi meni o'zimni shaxsiy tushunishim, nima deydi, to'g'ri xodim topib, to'g'ri ish topshirishni, to'g'ri muzokara qilish xolos. Top xodimni ham to'g'ri muzokara qilib, zo'r gaplashib olib kelasiz. KPI ga ham shunday yo'q yo'lmaydigan qilib ko'ndirasiz. To'g'ri hamkorliklarni o'rnatasiz. Bu tamom, o'zingiz aralashyapsizmi, hali biznesmenlik ko'nikmalari shakllanmayapti. Aralashib qilayotgan biznesingiz u biznes emas. Ya'ni ko'p aralashib, mayda ishlarga ham aralashib. Demak, hali biznesmenlik ko'nikmasi yetishmayapti sizda. Biznesmenlarga bunday e'tibor qarating mana. Ko'p biznesmenlar, havas qilgan biznesmenlaringizni qarangda, qanaqa tutardi siz o'rningizda bo'lsa, qanaqa yo'l tutgan bo'lardi. Maydalashib yurgan bo'larmi? Kerak bo'lsa, misol uchun o'zim kirishimga sabab bo'layotgan narsani men tagi bilan chopaman. Tag-pagi bilan даже biznesda ham shunday chopib boraveraman. Lutchi o'zimni meni vaqtim olayotgan bo'lsa. Lekin men qiziqib qilganman, hozir o'zim speaker sifatida insonda ishlayman, bilasiz. Qiziqib qilgan ishim bo'lsa qilaveraman. Ya'ni o'zim ishga kirganman deb olib qarasa, inson o'zimning kompaniyam speaker sifatida ishlayman. Va Nodirbek meni rahbarim deb bilaman. Mendan talab qiladi misol uchun. Ya'ni o'zim havas qilgan ishim bo'lganligi uchun kirib ishlayman shu joyda. Agar unaqa emas bo'lsa, biznes egasining vazifasi tezroq chiqib ketish, tezroq operatsiyonkadan topshirib chiqib ketish. Men kritika qilmoqchi emasman, bu yerda umuman olganda ichiga kirib ketib qolmaslik kerak. Tezroq o'zingizga konsultatsiya berib turishingiz kerak. Masalan, odam doim nima qiladi? Aql o'rgatishni yaxshi ko'radi-da. 1 soat o'zingizga vaqt ajratib, misol uchun nima qilish kerak edi? Falonchi bo'lsa nima qilgan bo'lardi shu joyda deb maslahat bersangiz, keyin o'zingizga bunday aql o'rgatasiz. To'xta deysiz, sen ichkarida yuribsan hali ham. Tezroq biznesmenlikni shakllantirishing kerak. SEOni yaxshi ishlagani kerak ekan. Umuman olganda mana shu narsalarni qilgan bo'lardim. Keyingi nimaga o'tsak bo'ladi agar sog'lig'ingiz. Keyingi org struktura tuzishda qaysi jarayonlar va qaysi eng nozik
muhim nuqtalarni aytib bersangiz dedim. Endi u narsani qo'ygizdiga. Org strukturani bugun qilamiz, xudo xohlasa. Bolalar har bir yillarga inshaalloh yordam beramiz. Savolda o'sha etap bo'yicha tuzgandim-da o'shaning uchun. Xo'p, mana boshqalarga ham foydali bo'lib qolsin deyiladigan bo'lsa, org struktura tuzishda asosan top menejmentni strukturasini tuzish kerak. Biznes egasi, ya'ni HR, shu marketing, shu kommersiya otdel va ishlab chiqarish bo'limi va org struktura tuzgandan keyin o'shalarni bo'ldi tezroq o'sha bo'limni to'lig'icha eplay oladigan odamni topish maqsad. Ya'ni tuzib qo'yish bilan ham ish bitmaydi-da ba'zida. Endi ikkinchi yo'li bor, hali moliya o'zini oqlamaydi. Foydam ham bunday olib qarasa o'zi ja bo'lsa 1-2 ming dollar foyda qilyapman xolos deydigan bo'lsa, unda ichkaridan eplashga harakat qilinadi. Lekin foydangiz, misol uchun, bunday olib qarasa foydangiz yarmidan kechsangiz, ikkita bo'lmasa top menejerda olishni iloji bo'lsa, luch ketish kerak. Kelajakda ambitsiyasi katta bo'lgan biznesmen. Ya'ni videniyasi katta bo'lgan, maqsadi katta bo'lgan biznesmen hozirgi kunda foydasini yarmidan kechib shu ish boshqaruvchi top komandani oladi. Shaxsan men misol uchun hozirgi kunda top menejerlarni 70% chopib olsam ham foydam bir 3 baravarga oshadi, bo'lishi mumkin hozirgi holatda 3-4 baravarga oshishi mumkin yoki kamida har oyda bitta mashina qo'shiladigan foydamdan voz kechaman-da men misol uchun. Yo'q deganda. Shuni evaziga men kelajakda quryapman-da. Ko'pchilik shu joyda to'xta deydi, hozir falonchini olsam deydi. O'zim o'z oyiga 5 ming foyda ko'rayotgan bo'lsam, shu 3 ming ketib qolar ekan deydi. Men lutchi hozir 2 ming olishga roziman, o'sha odamning o'rnida bo'lsam. Nimaga? Kelajakda 200 ming topish uchun oyiga. Shu fikrlar ham odamni to'sib qo'yadi demoqchiman. Ya'ni org struktura qilishdan ham hammasidan maqsad katta ambitsiya bo'lishi, ya'ni katta maqsadlari bo'lishi, keyin bu undaydi. Shu fikr ham o'zi odamni bunday struktura qilishdan, kengaytirishdan to'sib qo'yadi yani. Yo'q, masalan, men u narsadan qochmayman, to'g'ri gap. Chunki o'zingiz o'rgatganingiz bo'yicha qilib ko'p joyda misol uchun odamim bor, lekin endi o'sha haligi nima demoqchiman? Kutuvimga yarasha narsa olmaganligim uchun unda ham nimadir bilmayotgan bo'lasizda, shu shablon bo'lishi kerak. Men bunday bitta qo'yib ko'rgansiz oldin, siz kutgandek bo'lmagan. Endi yana shunaqa bo'ladi deb o'ylaysiz. Siz ko'pincha, ya'ni savol berishni shunda bilish kerak. Men oldin mana shuni qilib ko'rgan edim. Endi o'xshamagan. Endi nima qilsam bo'ladi deyish kerak bo'ladi. Katta ehtimol bilan to'g'ri qidirmagansiz, to'g'ri topmagansiz o'sha odamni yoki to'g'ri topish ilmini bilmaysiz hali. Qayerdan topaman degan mavhum bor. Buni endi ko'proq o'z ustingizda doim shuning uchun odam 30% vaqtini ilm olishga sarflash kerak deydi. Ayniqsa biznesmensiz, biznes ilmlarini qancha vaqt ajratyapsiz hozir o'rganishga? Hozir yaqin 3 oy ichida vazifalarni ham kengashga ham vaqtda kirmayapsiz hattoki. Vazifalarni qilamayapman vaqtida. Kengash o'zi har haftalik uchrashuvlarni ham pulli qilib qo'ysak bo'larkan. Bepul deb o'ylashadi shekilli. To'lab qo'ygansiz yillik. Xo'p, demoqchi bo'lganim o'sha aynan top komandani topish bo'yicha mana biz kengashda har haftalik nima uchun uchrashuv qilyapmiz desa, nima kamchiliklari bor aniqlayapmiz-da, shunga qarab yechim berib ketyapmiz har hafta. O'tgangi hafta bekorga nima qilmadik? Qanaqa qilib top menejerlar topish kerak? Topdingiz ham deylik. Zo'r kostyum shimda kiyinib keldi. Sizni gap bilan o'tkazib tashlayapti. Aka, men 2000 dan kamiga ishlamayman, hokazo. O'shunda qanaqa suhbat o'tkazish kerakligini mashq qildik. Foydali bo'ldimi masalan sizlar o'tgan safar ko'rgansizlar? Konkret ajratib olsa bo'ladigan suhbat bo'ldimi? Любой top menejerda qila olaydimi, qila olmaymi? Boshida. Bormi deysiz? Demak, shuni qo'llash kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa topish kerak uni va qanaqa qilib uni suhbat o'tkazish kerak bilan. Sizni aldab qo'ymaslik uchun 1-2 oy ham bunday 1-2 ming dollar pulingizni olib qo'yadi-da, bo'lmasa aldasa ham. Tajribasini bilguningiz. Shuni ham bilib olsa bo'ladi. Xo'p, shunaqa keyingi nima bo'lsa bo'ladi. Shunda yakun qiladigan bo'lsak, xo'p, asosiy holat, hozir asosiy e'tibor berishim kerak bo'lgan narsam, tushungan narsam, xo'p, bor hozir главный fokusimiz top menejerlarga ishda qaysi ishda taqsimlashni birinchi chiqarib olishim kerak. Birinchi masala, ikkinchi ashunga qanaqa vazifalarni bajaradi, ashuni to'liq qilib olishim kerak. Nima kutyapman undan? Nima kutyapti turganini, kutuvimni bilib olishim kerak. Endi qo'limda o'zi tayyor bor-da, bor xodimimda o'sha kutuvimga tushadimi, yo'qmi? Shuni baholab, mana shu jarayonni yakunlashim kerak shunda, to'g'rimi? Va kutuvingizga KPI bog'lashingiz kerak.
kutuvingizni KPIga bog'lab qo'yishingiz kerak. Mana shu narsalarni kutaman aniq raqamlarda va mana shunga mana shuncha summa beraman degan narsa bo'lishi kerak. Ilm olib turmasangiz buni qila olmaysiz. Savol berib turish kerak har doim. Guruhda sizlar uchun savollar chati ham degan joy bor edi adashmasam. Bor. Sirasi savol berib turish kerak. O'zingizni har bir oyda уже videongiz bo'yicha yaqinlashmayotgan bo'lsangiz, уже nimadirlar savol berishingiz kerak. Hech bo'lmasa nima savol berishni bilmayapman-u, natija bo'lmayapti-da, nima savol bersam bo'ladi deb savol bersam bo'ladi. Savol bergani vaqtimiz bo'lmayapti-da. Savol seroq. Juda savol seroq. Zo'r. Xo'p, umuman olganda nima demoqchi edim? Strategiyaga bog'lanadi baribir. Mana strategiya qilish kerak desa, yana operatsion ishda yuribsiz, strategiya qilmayapsiz. Shuning uchun tezroq, ba'zi narsalardan voz kechib tezroq strategiya qilib olish kerak. Tezroq hisobotlar, har kuni hisobot, biznes egasining vazifasi har kunlik hisobot olish. O'shandan tezroq o'sha holatga olib chiqib olish kerak bo'ladi. Nima qilsam tezroq chiqaman degan savol o'zi keyingi savollarni olib keladi-da. Hop, undan keyin savol beraver. Keyingi savolga to'g'ri. Rahmat ustoz, javob. Moliyaviy holatni rasxodlarda analiz qilishda, hop, avtomatizatsiya muhimmi? Endi avtomatizatsiya muhim. Xo'p, shu odamni qanday qilishim kerak? Hozir menda shu odam yo'q. Chunki o'zim bajaryapman. Qiladigan. Xo'p, avtomatizatsiyam bor, hali lekin qo'yganim yo'q. Hali aytganimdek, moliyamga ishlab chiqarishimga avtomatizatsiya qilib bo'lganman, lekin qo'yganim yo'q. Moliya muhimligini men eng oxirgi paytlarda endi tushunyapman. Rosa ko'p foyda qilayotganga o'xshaysiz. Moliyangizda aniq hisob-kitob bo'lmaganligi uchun men endi sal xotirjam bo'ldim. Endi sal o'zimda ham men ochig'i maslahat oldim. Umidjon aka bu sohada ancha kuchli. Umidjon akadan alohida maslahat oldim. O'zim ham sirazi qo'lladim, men tavsiya qilaman sizga. Moliyani xavfsiz modelda qilib olish kerak. Hozir savolimni tushundingiz-a? Birinchi avtomatizatsiya muhim deyapsiz. kerakmi yoki shunga olib kelyapman. Yoki odam tovib turib keyin avtomatizatsiya qilaymi? Zo'r. Shunga olib kelyapman hozir. Siz avtomatizatsiya qilasiz. Avtomatizatsiya qilasiz. Lekin prosta u yerga ma'lumot yoziladi xolos. Ma'lumot yoziladi, shuncha pul bo'lib ketibdi-yu, xarajatimiz deysiz. Shuning uchun men olgan narsam moliya modeli degan narsa bor. Moliyani fondlarga ajratish. Ko'pchilik nima bo'ladi? Foyda hisoblashda qanaqa hisoblaysiz? Xo'p, biz foyda hisoblashda hisoblaysizmi? Foydani yo'q hisoblaymiz. Bir oyda qanaqa hisoblaysiz foydani? Foydani biz endi asosan chiqargan ishimizga foyda qo'yamiz. Misol uchun qanchadir? 20%, 15%, 25%. O'sha chiqargan ishimizda oy davomida yoki hafta davomida chiqargan ishimizda asosan biz haftalik qilamiz. Hafta davomida chiqargan ishimizdan qarab hisoblaymiz. Xo'p, mana men bir oyda bo'libdi, masalan aytaylik, 1 milliard savdo bo'libdi misol uchun yoki 100 ming dollar savdo bo'libdi. Uni sof foydangizni chiqarish uchun birinchi tannarx chiqarasiz, to'g'rimi? Tannarx chiqarasiz. Unga kiradi administrativ xarajatlar. Unga kiradi yana qanaqa xarajatlar? Aytaylik, xodimlarning oyliklari, fiksirованный oyliklar, KPIlar, elektrga ketgan xarajat administrativga kirib ketdi, arenda bo'lishi mumkin. Agar arenda berasizmi, arenda yo'q? Yo'q, arenda bermayman. Arenda bermaysizmi? Yo'q. Nech pul qanaqa joyda? O'zingiz joyingiz, to'g'rimi? O'zimiz joyingiz. Arendaga bersak nech pulga oladi uni? Arendaga bersam o'ziga 500 dollar bor. Yo'q deganda 500 dollarga oladi. Yo'q-da, 500. Yo'q deganda 500 dollar. Nimaga uni qo'shmaysiz? Agar misol uchun endi bilmayman, ko'pchilikda shunaqa holat to'g'ri, to'g'ri. Apteka yoki savdo do'kon ochadi-da, arendaga hisoblamaydi. Nech pul foyda qilyapsiz desa, 1000 dollar foyda qilyapman deydi. Arendaga nech pulga bersa bo'ladi desa, 1000 dollarga bersa bo'ladi deydi. Shuncha mehnat, shuncha asab, shunchani ketdi-yu, borini shu bayroq ko'tarib ishlab yuraveradi. Demak, arendaga ham chiqarish kerak. Men masalan spiker sifatida ham olaman alohida. Masalan, moliya modelida spikerga degan joyi bor. Hozir unga to'xtalamiz. Spikerga degan joyi bor. U tannarxga o'tiradi meni oyligim. Bu biznes egasi sifatida ishlayotgan nimamdan tashqari. Tushunyapsizmi? Xuddi shuni singari siz arendangizga ham olishingiz kerak bo'ladi. Nimaga? Buni o'ziga yarasha talab bor. Demak, tannarx chiqarayotganda bir nechta o'sha xarajatlar bo'ladi, to'g'rimi? Marketing, reklamaga xarajat qilmaysiz. Yo'q. Savdo bo'limi, sotuv bo'limi boshqalarga xarajat qilmaysiz. Xo'p, endi xuddi shu tannarx chiqarish bor-ku.
demak bu narsalarga tannarx ketibdi. Endi qolgani misol uchun foyda bo'libdi. Foizda hisoblasak masalan 80% yoki 85% tannarx bo'libdi, to'g'rimi? 15% sof foyda bo'libdi deysiz, to'g'rimi? Endi shuni teskarichasiga qilish kerak ekan, moliyani asosiy maqsadi. Men ta'minotga buncha foiz ajrataman deb hisoblaysiz. O'tgan oy savdoingiz qancha bo'lgani, qanchasi tovarni tannarxiga, ya'ni ta'minotga ketgan. Xo'p, men misol uchun deb hisoblasangiz 45% tannarx, ya'ni ta'minotga ketgan. 45% ta'minotga beraman. 5% misol uchun savdo bo'limiga beraman. 5% administrativniga beraman. Va hokazo aytaylik. Endi keyin fond ajratish kerak bo'ladi. Bu yoqda brend qildingiz, to'g'rimi? Savdoingiz 10 barobarga oshirib olasiz, to'g'rimi? Baribir siz sohangizda masshtabli brend qilish kerak bo'ladi. Brendoviy reklamalar qilish kerak bo'ladi. Bundan buyog'iga fond ajratmasdan qila olmaysiz. Ertaga voy falonchi konkurentim zo'r reklama qilyapti, men ham ke foydamdan ajratay deya olmaysiz. To'xtadingiz, hozir mashina olishim kerak, umraga borishim kerak deysiz. Shuning uchun xuddi bir sherikka pul ajratgandek fond ajratish kerak, marketing fondi. Masalan, eng ko'p fondni biz marketingga ajratamiz. Biz mana shu marketing fondi deganingizga ishda объемligiga o'tganimizdan keyin bozorga kirdik. Odatda upakovkamizga yaxshiroq ahamiyat qaratdik qolganlarga nisbatan. Hisobdan men mana shu narsani qilyap turib, marketing uchun deb qoldim. Zo'r. Qildim, alhamdulillah effekti bo'ldi. Zo'r. Nasiyaga berasizmi emas? Yo'q, umuman nasiyaga bermaysiz. Birorta do'konga kirib mashinani soting desangiz, misol uchun do'konga kirib sizni optimchilaringiz olib sotishi uchun brend ta'sir qiladimi, qilmaydimi? Yo'q, qiladi. Brend bo'lsa zo'r, olgisi keladi odam, do'konchilar sotgisi keladi. Baribir oxiri do'konda sotiladi-yu siz tovaringiz. Chunki o'sha upakovka bizning savdoshima darslarda o'rgangan jarayonlarimizni hisobga olib turib, даже tannarximizga normalniy foydamizdan mingyapti-da. Korobkaga pul sarfladingiz-da umuman. Korobkaga. Yaxshi. Bu qachonki sizni tovaringizni ko'rsa keyin bilinadi-da. Masalan, savol berib ketaveray, mana brend qilsangiz, qimmatroq sota olasizmi? Ha, sota olamiz. Bemalol sota olasiz. Chunki oddiy mana suvni o'zida ham suvchilar bilan gaplashsangiz, ichidagi suvi bir xil deydi. Hali baklashkasida brend farqi bor deydi, 20% qimmat deydi. To'g'ri, shunaqa. Ya'ni brend qilsangiz o'zi bemalol 20, 30, 50, 2 barobargacha qimmat sota olasiz, agar to'g'ri brend qila olsangiz. Ishchi sifati bilan o'sha. Demak, brendga pul ajratish kerak ekan. Kerak. Demak, moliya haqida chalg'imaymiz. Eng kamida tushumdan deylik, tushumdan 5% ajratishni tavsiya qilaman, yo'q deganda. Obyemingiz qanaqa bilmayman, biz 25% ajratamiz masalan. 25%. Nimaga buni keyin bo'linadi? Brendoviy reklamalarga, сразу klient olib keladigan target reklamalarga va hokazo keyin buni bo'lib tashlasa bo'ladi. HR ga обязательно masalan top menejmentni motivatsiyasiga kerak bo'lsa bir shunday borib sayohatga jo'natib yuboray desangiz, hali xushingizga kelib qolsa jo'natasiz, umraga bir borib kelsam, menda ishlagandan faxrlansin deysiz. Qayerdan olasiz desa, foydangizdan shunday olasiz. Lekin achinasiz ko'pincha. 10 tadan 9 tasida bergisi kelmaydi. Shuning uchun fond ajratilishi kerak, HR fondi va hokazo. Обязательно amortizatsiya bo'lishi kerak. Ertaga eskirish narsalaringiz bor, to'g'rimi? Eskiryapti, 1 yil, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin eskirsa, uni yangi sotib olishingiz kerak. Unga ham ajratiladi. Xullas kalom, menga обязательно mana 15% qolishi kerak degan narsa kelib chiqish kerak shu yerda. Ana shundan keyin mana shu moliya modelini qo'yib avtomatizatsiyaga aytsangiz bo'ladi. Avtomatizatsiya qilib beringlar, men mana shu narsani ko'rib tura olay deysiz. Tushuntira olyapmanmi, tushuntira olmayman? Lekin juda qiyin narsani aytyapsiz-da. Nimaga eng oson narsani aytyapman? Yo'q, to'g'ri, ham ana narsalar bor. Yo'q, mana siz nerealniy narsani aytmayapman. Realniy. To'g'ri, realniy. Faqat 15 emas, 10 bo'lishi mumkin. 8 bo'lishi mumkin, 25 bo'lishi mumkin. Lekin buni xarajatlarim aniq bo'lsin. Mana shundan oshirib yormaganiga SEO ga KPI. Mana shuni stabilniy olib ketganiga. To'g'ri, endi yana balki men adashib turgan bo'lishim mumkin. Endi bu yerda tannarxingizni hisobi ham bor-ku, uni qanday qilasiz? Men tannarx hammasini qo'shib yuboryapman. Sotuv narxingizni. Qanday? Bozorda ko'tarishi ham bor-da, misol uchun. Yo'q, bozor ko'taring demayapman bu yerda. Mana hozirgi turgan narxidan hisoblang deyapman. Mana sotuvga chiqargan bitta sotiladigan tovaringiz necha pul? Bitta shu Optimga necha pulga sotasiz? 35 ming hozir. 35 ming. Ana shuni 35 mingda mana. 35 ming mana tushum deylik. Tushum 35 ming. 35 ming xullas. Buni necha foizi aytaylik administrativniga ketdi. Necha foiz hammasi ketdi-da, qarang.
oylik obyemingizni o'rtacha bilasiz-ku. Faqat bunday hisoblab turib, mana administrativniga buncha ketibdi, buncha ketibdi, menga sof foyda buncha qolibdi degan narsani oldindan hisobini mana o'zi tak shunaqa edi. Faqat siz endi sodda ko'ra olasiz. Ana endi moliyani avtomatizatsiya qilib turib, mana shu bo'yicha ketinglar desangiz oson bo'ladi deyapman. Bo'ldi, endi tushundim. Mana shu bo'yicha o'zi shunaqa ketyapti, balki naborot soddaroq ko'rinadi ham. Mana bu bo'limga ko'proq ketyapti ekan ham deysiz, masalan. Aytaylik, ta'minotga ko'p ketib qolyapti ekan. Nima deydan ekan? Mana men mashina qilganimdan keyin nima bo'ldi desangiz, bizda sinov muddatida haftasiga 50 talab odam yuradi. Ishonsangiz. Hisob kitob qildikda, qarasak eng ko'p oddel mana shu sinov muddati HR shu qismi bo'ladimi, shu foizda ketyapti. Eng ko'p qismi. Voy, nima qilyapmiz bularga desam, ovqat beramiz ekan ularga. Yana yo'l kira beramiz ekan. Keyin nima qilsak bo'ladi dedikda, chopdik. Hamma ishxonasida ishlab yurib, eski ish joyida, uyida yashab, nimasini qilaversin, sinov muddatdan o'taversin, avtomatizatsiya qilib qo'yinglar dedim. Trello suhbatdan o'tganlar keladi, bir kun suhbatdan o'tib ketadi, o'sha kunga yo'l kirasiga pul beramiz. Endi shariat talab ekanda bu. Yo'l kirasiga, nimasiga pul bermasiz bo'lmaydi ekan sinov muddatida ham. Ishxonasida eski ish joyida sinov muddatdan o'tib yuraversin, sinov muddatidan o'tishini Trelloda nazorat qilib turadi. O'tmaganini 3 kun aloqaga chiqmaganini chopib yuboradi, boshqa joy video darsliklarni ko'raveradi. Bilasiz, bizda avtomatizatsiya qilingan narsa. Video darslar. Joyda ham sizda sinov o'tib. Ha, endi hozir sizga kelayotgan xodimlar aniq qaytadir ishlayapti, to'g'rimi? Bekar bo'lmaydi. Bekar bo'lmaydi yoki ishi bor bo'lsa yaxshi. Ya'ni ishi bor bo'lsa ishida, bo'lmasam uyida. 50% o'zi 50%, 60% bekarchi uydan chiqib bo'lib turib lekin keladi. Bo'lishi mumkin har xilda. Demoqchi bo'lganim, kimdir uyida, kimdir ishida. Uni qanaqa holatda ishlayotganini qanaqa qilib bilasiz? Men sinov muddatimni o'tib yuraveradi. Tushunyapsizmi? U qanaqa ishlayotgan. Mana bizda video darsliklar ko'rish degan narsa bor-da, o'shani ko'rmasdan ishga qo'ymaymiz baribir. Endi sizlarning sohalarda qanchalik tushadi bilmayman. Biz ideyam aytyapman, moliya qismiga tegishli joyini. Shuni qarasam deyapman, ortiqcha xarajat ekan. Bilmayman, 10 ming dollardan oshiq bo'lib ketganmi bir oyda shu joyda o'ziga. Vobshe xarajat ko'payib ketib qolgan. Shuni chopinglar dedim. Ideya keldiki, bo'ldi, bu kerak emas ekan mana shu bo'limniki. Avtomatizatsiya, ya'ni onlayn formatda sinov muddatdan o'tsin, sinovdan o'tganlar kelaversin. Jonlantirish uchun HR'imizga zadacha berdik. Har kuni video qilib boradi. Sizlarni kutyapmiz, mana bizda jarayon qizg'in ketyapti, kelinglar, tezroq o'tinglar sinov muddatidan deb turadi. Prosta shunaqa nizomlar kiritdik. Bunda insight shuki, haligi oldin moliyani yo'lga qo'yib olsangiz, ideki ko'zda ko'rinadi. Ha, shu oladigan insight shu. Bu davomiy siz hech bir qanday ketayotganingiz ketib Shunaqa. Moliyani haligi nimaga avtomatlashtirganimizdan keyin ko'zimizga rasvor ko'rinib qoldi. Bu joyini biznes egasi ko'ra oladi-da. Aniq bilaman, bu yerda 99% ichini qarab ko'rishga erinadigan bo'lsa kerak. Hamma biznes egasi, to'g'rimi? Men o'zim ham erinaman-da, ochig'i. Keyin mana uni ko'rish osonroq. Aytaman, necha foiz ketibdi buni addel. Mana shu joyini hisobotini tashlaylar deyman, Diyorbek tashlab beradi misol uchun. Bo'ldi, men mana shu joyini qarayman, bo'ldi, yo'q, bemalol xotirjamman. Chunki ko'rib chiqa olaman. Nimaga buncha ketish kerak deyman. Har qanchadir muddatda savdo oshibdi. Endi buni administrativni 5% emas, 3% ham yetadi-yu deyman. Qani buni to'plangan puli? O'g'irlikni bittada topib ola olaman agar o'g'irlik bo'lsa ham. Endi avtomatizatsiyani mashina ustiga qurdirsangiz, ko'rishingiz, o'qishingiz oson bo'ladi o'zingiz. Hozir avtomatizatsiya qildirasiz. Moliyangizda hisob kitobingiz chalkashmi, hokazo deb 4 ta og'rig'ingizni ezadi-da, sizga sotib ketadi 2000 dollarga. Avtomatizatsiyani. Keyin ishlata olmay yuraverasiz uni. Buni bilib olsangiz, keyin avtomatizatsiyani ham menga mana shu joyini ko'rinadigan qilib berdingiz. Tamom. Savolingizga javob bera oldimmi? Rahmat. Tushundim. Xo'p, yana qanaqa savol bor? Xo'p. Assalomu alaykum. Siz biznes egasisiz va ishxonadagi har bir ish sizga bog'liq bo'lib qolgan. Ham kassir, ham sotuvchi, ham omborchi o'zingizsiz, to'g'rimi? Ishxonadagi har bir ish sizga bog'liq. Shu sababdan na oilangizga, na o'zingizga, na farzandlaringizga vaqt ajrata olasiz. Agar yuqoridagi muammolar sizga tanish bo'lsa, ushbu muammolar yechimi sifatida Toshkent shahrida ustoz Bobur Musaboyev tomonidan tashkil qilinayotgan Codex Coaching kursimizga sizni taklif qilaman. Biznesdagi muammolardan qutulish va xotirjam boshqaruvga ega bo'lishni xohlasangiz, hoziroq mana shu yerda chiqqan QR kod orqali ro'yxatdan o'ting yoki kanal opisaniyasida qoldirilgan link ustiga bosing. Endi savdoni sotuv sayt qildim, lekin ishlatganim yo'q. Sotuv sayt qildingiz. Nimamga Birinchi sotuv varonkasini qilishingiz kerak edi. Programmamga bog'liq, lekin hali ishlatganim yo'q. Hozir asosan Telegramdan foydalanyapmiz. Telegramdan? Telegramga bitta guruh qildim.
guruh qilib guruhga kirishdi bot orqali qilib qo'ydim primoy kirolmaydi u guruh nima beradi? guruh shu mahsulotlarimiz turadida Bot orqali u klientingiz kiradimi uyga? ha Primo kirsa nima bo'ladi? primoy kirsa Ha. hech narsa bo'lmaydi dannisini olib olish uchun Ha, u bo'lmasa Bot orqali men masalan qilib klientingizman. Sizni nimangizga marketingda o'zi bu. Sizni nimangizni ko'rishim uchun men vaqt ajratishim kerak. Yana qarasam bot meni ism familiyalarimni boshqalarimni so'rayapti. Keyin to'xta deyman, hozir vaqtim yo'q deb ketib qolaman. Maqsadingiz podpischik ko'paytirishmi bu yerda nima bu? Kontakt olishmi? yo'q maqsad kontakt olish Kimni olmoqchisiz? Kimni topmoqchisiz siz? Kimni kontaktini olmoqchisiz? yosh ishlayab turgan Optimchimi? odamlarni optimchilar o'zi Ha. kontaktini Ha, hozir ishlab qolish. turayotgan odamlaringizni. ha Ularni bor o'zi kontakti o'siz. yo'q bor ana shu misol guruhga qo'shganingizdan keyin Ha. qayerda Kirdimi ular kelmadimi tekshirib turish. shakllanishlik uchun bot qilib qo'ydik misol silka tashlab beramiz silka tashlab bersak bot silkasini dannisini shunday to'ldiradi dannisini shunday to'ldirsa bo'ldi sразу biz bu yoqda dannisini olgandan keyin bitta ruxsat bersak saytga kirib nima Xo'p. telegram guruhga Yana ruxsat ham berishinglar kerak unga. ha biz ruxsat berishimiz kerak Xo'p. Maqsad nima bundan? Nima maqsadda bu yerda o'zi savdoyingiz ko'paytirishmi savdoyingizni yoki nima? yo'q savdoyi ko'paytirish endi misol uchun u klientlarni filtr qilish uchun dannisini olib olishda O'zi bor-u danni. Yo'q, siz u şey- danni misol- yangi klient ham bo'lishi mumkinmi? ha yangi klient baribir orada tezda Asosiy maqsad klient ko'paytirishmi? Bunda. ko'paytirish. Demak, to'g'ri marketing qilish haqida gap ketyapti. Bu yerda noto'g'ri podxod bor. Botni maqsadi bor. Bot kontakt olish kerak bo'lsa, unda target yoqasizmi? Qayerga keladi? Bot qayerdan keladi? Botga qayerdan kirib keladi u? botga ikkita yo'li hali aytgandek korobkada QR kod bor Ha. и biz o'zimizga telefonga aloqaga chiqsa ha bo'ldi rasmlaringizni tashlab bering deydi misol tayyor mahsulotlaringizni rasmini tashlab bering desa ha opa sizni telegram guruhimiz bor shu yerga qo'shamiz deymiz ha Uning uchun bot orqali ro'yxatdan o'tadi. ha silka tashlab beramiz deymiz bo'ldi ro'yxatdan o'tib turib ha bot orqali ha misol telegram guruhimizga rasm tashlab bering tayyor mahsulotlaringizni desa xo'p guruhdan tanlab turib bizga tashlaysiz bo'ldi sizga beramiz deymizda guruhga qo'shilganda endi hali birinchi marta telefon qilyapti turgan odamda Bu yerda dannisini shunday shakllantirib beradi noto'g'ri texnika bu. Bitta savol. U qo'shilgan odamga siz kerakmisiz, sizga u kerakmi? yo'q qo'shilyapti turgan odamga u menga kerak lekin dannisini endi balki noto'g'ri qilgandirman lekin boshqachasiga qanaqa bo'lsa bo'ladi Boshqa- sizga Shunaqa. kerakmi, siz ularga kerakmisiz? Shunaqa. Xuddi yaqibi siz ularga kerakdaqa sizni istab botga kirib yana operatsiyalar Qiynalib qoladi. Biz oddiy masalan oddiy narsalarda ham klient ha bo'ldi deb ketaveradi. Bilasizmi, sizga ham qilishgan bizni sotuvchilar. Shu joyda o'zida klikdan paymentdan to'lov qiling deydi. bitta plyonkaga ta'sir qiladi. Ha. Ikkitali plyonka, sotaroq qilib Shunaqa. Shunaqa. ikkitali plyonka bitta magazinda bitta bez plyonka bo'lsa, Plyonpayani o'zi ham ta'sir. Plyonpaya, zina. bir dona zina ta'sir qiladi. Zo'r. Demoqchi bo'lganim, bitta narsa ta'sir qiladigan joy o'ng qo'l, chap qo'l ham ta'sir qiladi. Hamma narsa. Sodasi. Shunday kelganda o'ng qo'ldan oladi, chap qo'lda yana turaveradi. Agar kirorishda ikki tarafda bir xilda tavarasa, har qadamda ta'sir qiladi demoqchi. Bu yerda nima demoqchi edim? Qarang. Hozir biz klientlar bilan ishlashda, sotuvchilarimiz, bilasizmi, sizga qilishganmi, qilishmaganmi bilmayman. Ha, bo'ldi, qatnashaman desiz, ha? Nima qilishadi? Sразу paymentga kiring, telefonni qo'ymay turing, mana narsani tering va bizga to'lov qiling deydi. Telefonni qo'ymay turing. Bo'lganmi sizga ham bo'lmagan? Bizga ham bo'lgan Ha, nimaga unaqa qilamiz desa, telefonni qo'ygandan keyin bo'ldi, qaytib qilmaydi. Qaytib telefonni ko'tarmay ham qo'yadi. Nimaga? O'zi atay qilmaydi ko'tarmaslikka. Nima qiladi? Hozir ishlari bor bo'ladi, hamma ish bilan operatsiyonka bilan ovora. balki Shundan uzib qo'ymaslik uchun biz sразу nima qilamiz? Endi Ya'ni misol- hozir Telegramga kiring desangiz, xo'p deb qolib ketadi. sizlarni jarayonlaringizga nisbatan Farqliroq demoqchimiz. ha bizniki sal farqliroqda misol hozir Davud akam gapidan oladigan bo'lsak haligi ehtiyojli darajasi to'g'ri u klient menga kerak Lekin unga siz ham kerak, Ha. optimcha. shunaqa Yo mayli, bu yerda hozir sotuv modelini ko'rib chiqamiz, baribir ta'sir qiladi. Baribir ta'sir qiladi, katta ehtimol bilan 50% ga bo'lsa ham ta'sir qiladi. chunki haligini
kontakti kimligini, qaysi bozordanligini bilmasdan turib, Siz qayerga reklama berasiz mana sotuv modelini tuzib chiqamiz hozir siz bilan. Qayerga reklama berasiz o'shalarda topish uchun? E'lon berasizmi yo boshqa bo'ladimi? Yo'q. Bizga hozirgi holatda nima qilding desangiz, asosan shoperlar ish bajarib berdi bizga. Shoperlar, Yuk tashiydigan shoperlar. ha, nima qilish? Do'konlarga kirib kontakt olishdimi? Yo'q, do'konlarga kirib kontakt olmaydi. Yukni tashib beradigan shoperlar bor. O'sha shoperlar tavsiyasi orqali bizni tavsiya qildi. Siz tavsiya qilganiga shoperga nimadir pul berasizmi yo? Yo'q. Bizni yukni olib borib beradi. Bu yerda shunaqa qoida borda, misol uchun meni savdogarga meni topib bersa shoper, ha? Meni yukimni yana shoper olib boradi-da. Xo'p. Ha, sizni savdoingiz ochsangiz shoperga yaxshi. Ha. Meni savdoim olsa, misol meni boshqa odam orqali topsa, yukim u shoperdan ketadi. Shoperlarga misol uchun aytdim, tavsiya berdim, ha? Shoper siz sotuvchingiz ekan. Hozirgi holatda to'g'ri shunaqa bo'ldi. Endi qilgan Shoperlarning narsamda ishi yaxshi bo'lib turgan paytda-chi? Ha? Ishi yaxshi bo'lib turgan paytda. Yo'q, Boshqa shoperlar yerda yaxshi bo'lib ketganda-da. Boshqa tomonlama yaxshi bo'lib turadi. ha, yo'q, baribir endi shoperlarning asosiy ishi yuk tashish, yuk tashish bo'lgandan keyin Siz bilan shug'ullanishga vaqt bo'lmaydi-da. Ko'pincha, ya'ni sizni klient, yangi klient topishga. Hozir men nimaga so'rayapman bu narsalarni? Siz ta'sir o'tkaza olishingiz kerak. Siz harakatga keltira olishingiz kerak. Shoper orqali ta'sir o'tkazish uchun ham nimadir shoperga KPI bo'lish kerak. Bozorga birinchi kirish etapi bor ustoz. Misol uchun o'zingiz bilasiz, biz o'sha bozorga kirib bo'ldik, klient qilib bo'ldik, mahsulotimizni sotyapmiz. Men endi siz aytib turgan etapga endi keldik-da. Endi oshirish. Men sizni ayblamoqchi emasman, xatoingizni ko'rsatib bermoqchiman. Yo'q, boshqachasiga qanday kirsak bo'ladi axir deyapman-da. Yo'q, mayli, u ham ishlaydigan metod ishlayversin. O'zi siz unaqa qattiq ta'sir o'tkaza olmaysiz, o'zi qiziq ekan unga. Ha. O'zidan o'zi kelib qolar ekan u. Bizda hozirgi sharoitda balki ertaga boshqacha bo'lar, lekin hozirgi sharoitimizda shunaqa bo'ldi demoqchiman-da. Ha, bo'ldi. Shu ishlarda effekt birorta reklama berib ko'rmagansiz. Yo'q. Ertaga savdoni oshirish uchun nima usul qo'llayapsiz o'zi? Nima ko'zlayapsiz to'g'rirog'i? Savdoni yana ham ko'proq oshirish uchun faqat shu optimchilar bilan ishlashni ko'zlayapsizmi yo? Yo'q, hozirgi holatda optimchilar bilan. Yo'q, kelajakda masalan hozirgi 5 baravarga oshirishingiz uchun optimchilarni o'zi yetarlimi yoki? Yo'q, yetmaydi. Undan keyingi misol distributsiya boshqa planlarimiz bor. Endi hozir danniy momentdasini aytyapman-da endi. Xo'p. Demak, Ukamizda ishxonasida men endi tushunishimcha to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb qo'yasiz. Sotuvda muammo yo'q ekan, ishlab chiqarishda muammo bor ekanda. Sotuvda har qancha bo'lsa hozircha ketib turibdi ekan. yo'q, hozir muammo yo'q ekan. Reklama qo'ysa ham, istamasa ham Sotuv yaxshi. Yo'q, baribir sotuvdagi muammosidan savol beryapti-da hozir. Savoli sotuvdan bo'lyapti. To'g'ri. Dovud akam to'g'ri aytdi. Birinchi shu savolga javob qilib bo'ldik. To'g'ri, men sotuvda rostdan muammo yo'q. Xudoga shukr. O'zi bo'lib turibdi. O'zi bo'lib turibdi. Endi mana boshda aytdik, boshda kelishdik. Stabillashtirishimiz kerak. Stabil tizimga solishni o'zi qayerdan bo'lyapti u? Ertaga nimaga urg'u berishimizni bilishimiz kerak-da. Tushib ketib qolsa savdo. Shuning uchun savdo modelini to'g'ri tuzib chiqishimiz kerak. To'g'ri. Xo'p, birinchidan oqayotgan ariq boshqa yerga ketib qolmasligini straxovkasini qilmoqchi bo'lyapti-da. To'ppa-to'g'ri 100%. Shu narsani so'rayapman-da. Boshini aytganda o'zi bu natijaga yaqin deb erishdi. Men hali gaplashib kelganimda tushundim. Oldingi ko'rsatkichi bunaqa emas ekan. Bundan bir 10 barobar past bo'lgan ekan. To'g'rimi bu? To'ppa-to'g'ri, ha. Natija bitta ko'tarilib ketgan, so'xda shu 10 barobar ko'tarilib ketib qolgan. Shu yerda muammo bo'lyapti. Xolos, endi uni qanaqa qilib shunday 10 barobar ko'tarib olgan narsani yana oshirishni o'ylagan yo'q. Shu. To'ppa-to'g'ri. Undagan bilan ham gaplashib kelgan edi. Xuddi o'zingiz ham aytdimi? To'g'ri. Birga gaplashib kelgan odam biladi-da. Haliginda o'z bilan gaplashganmiz. Sotuv varonkasi degan narsa bor. Shuni bilishingiz kerak. Qanaqa formatda bo'lsa ham ishlab chiqarish bo'ladimi, distributsiya bo'ladimi, savdo boshqa soha bo'ladimi, sotuv varonkasi degan narsa bor. Birinchi sizga klient, optimchi klient, aytaylik, optimchi klient topasiz, aytaylik, topish deylik. Bilmayman, kontaktini topasizmi yoki через boshqalar orqali olasizmi yoki qayerdadir reklama berasizmi, topasiz. Undan keyin kelib nimadir ko'radimi, suhbat o'tkazadimi, nima bo'ladi? Shartnoma qilinadimi ular? Yo'q, asosan telefon orqali bo'ladi bizlar. Telefon orqali qilib? Yo'q, birinchisida kelishi. Birinchisida shu telefon orqali bo'ladi. Shartnoma ham qilmaysizlarmi? Yo'q. Optimchilar bilan. Yo'q. Katta ehtimol bilan siz optimda qolish niyatingiz ham yo'qda.
Chunki ularga bog'liq ekansizda hozir. Ha, o'zi meni lekin Agar kelajakda ko'rayotgan bo'lsangiz Optimda qolmoqchi emassiz. 100%. Chunki mayli u Optim bo'lib turaversin. U o'zi bo'lib turgan narsa ekan. Endi siz distributsiya modelini yo'lga qo'yishingiz kerak ekanda. To'g'ri. Men meni zo'r tushundingiz. Men hozirgi holatda Umidjon aka to'g'ri aytdi. Men hozir Xudoga shukr, Xudo berib mashq holatga olib chiqdik. Endi mashq holatda ushlab tursak, distributsiyaga o'tib ketamiz. Lekin endi hozir mashq holatda ushlab turishligim uchun asosiy fishka deyapman. Maslahatim distributsiyadan ham oldin brend qilishga harakat qilavering, brend kuchaytirishga. Foydangizni nechidir foizini brendga sarflayvering. O'zi Optimchilar sizni topib keladi birinchidan. To'g'ri. Ikkinchidan hozir distributsiya qilish bu уже 3-loyiha bo'ladi. 3-to'g'ri. 3-velosiped bo'ladi. O'shuncha aytdim, hozir asosiysi mashq holatda ushlab olsak, moliyamiz, sarmoyamizni misol investor olib kelsangiz ham, kirgizsangiz ham zo'r ta'sir qilaladi-da. Chunki ko'rsatib beraladi. Siz sotuv varonkasi qilib o'tirmasdan, mayli, o'sha shoperlarga pul bering iloji bo'lsa. Agar o'zing topib kelsang, birinchisida 1 million beraman. Masalan, bir martada, 2 martada chiqib ketadi foydasi, to'g'rimi? Bitta klient topib bersa. Hozir klient shoper mana, bu ham sotuv modeli desak bo'ladi, sotuv varonkasi. Qarang, shoper bilan gaplashyapsiz birinchi. Shoper sizga variant beryapti. Undan keyin sotuv bo'lyapti. Bu odam qanaqalik ayting, uni kontakt beradimi, shoper kontakt beradimi yoki sizga telefon qildirtiradimi? Bizga telefon qildirtiradi. Voy, zo'r ekansizlar. Shuning uchun sizga nazar boshqacharoq deyapmanmi? Yo'q, bo'ldi, uzoqqa borish qiyin bu narsa. Mahsulotingiz ham o'shanga yarasha bo'lishi kerak-da. Yo'q, zo'r ekan, qarang. Endi shoperga pul bermaysiz ekansiz, to'g'rimi? Hozir 1 million bersangiz nechta klient topib beradi? Shopermi? Normaliy topib beradi. Bo'ldi, shoperga pul berib turing hozircha. Shu shoper uchun alohida fond ajrating. Shoperga pul bering. Mana 3 ta klient bersang, 10 ta klient bersang, sotib olmasa ham 500 ming bor. Endi sotib olsa, birinchi sotib olganidan 1% bor misol uchun. Desangiz harakatga keladimi? 100% keladi. Yo'l kiradan tashqari deng. 100% keladi. Yo'l kirasini men bermayman, ish olgandan. Ish olgan beradimi? O, tim bo'li. Demoqchi bo'lgan, undan tashqari siz pul bering. Hozir shoper sizga klient olib kelib beryapti ekanda. Tayyormisiz berishga? Borib bering, ikkiga ajrating. Boshida aytyapti, voucherlar bering, restoranning voucherlar mana 1 oyda 15 ta klient topib berganingga senga 1 millionlik oilaviy restoranli voucher beraman. KPI'dan tashqari deng. Borib oilaviy falonchi Toshkentdagi restoranda ovqatlanib kelasan. Ya'ni motivatsiya ham berib turing ularga. O'zi savolimga yarasha zo'r javob bo'lyapti. Endi bu уже buyog'ini ushlab turadi. Endi brendni ko'tarishga harakat qiling siz. Eng asosiysi hozirgi oldinga aytgan moliya fondini обязательно shundan nechidir foiz sizni zararingizga ishlamaydigan holatda moliya fondida shu marketing fondini ajrating. Endi u fondingiz to'plandi deylik, 10 ming dollar to'plandi. Nima qilasiz marketing uchun? Nima uchun o'zi marketing qilish kerak, tushunasizmi? Misol, nima uchun marketing qilish kerak deb o'ylaysiz? Tushuncha bersangiz yaxshi yana. Yo'q, aytavering mana, o'zi qilish kerak deb o'ylayapsizmi marketing? Marketing qilish kerak deb hozir qarang, marketing qildingiz, brendga reklamalar qo'yasiz. Masalan, Mavr deb, Mavr shows deb просто reklamalarni eka-beka qo'yib tashlaysiz. Qarasangiz, bunday odam kelmayapti, klient kelmayapti, undan sotib olmayapti. Nima uchun men 1000 dollar, 2000 dollar reklamaga sarflashim kerak deysiz-da. Birinchi уже qiyin bu narsa. Qanaqa pul ajratasiz undan? Mayli fond ham ajratingiz deylik, mayli o'zi yoningizdan berish qiyin bo'ladi. Nima uchun reklamaga pul sarflaysiz? Ko'nglingiz sog'ib qoladi u yerdagi brendga yozdim deb, shunchaki Mavr deb reklama qilish uchun. Odamlarni o'sha brendga adaptatsiya qilish uchun kerak deb o'ylayman-da. Buni prinsipini bilasizmi? Nima uchun bunaqa qilish kerak? Chunki hali ko'rgan, moslashgan narsasi odamda baribir esida qoladi-da. Asosan shu aytib odamda misol do'konga kirsa, bu Mavr ko'rgan. Misol uchun yoki yonida falonchi turibdi, uni unchalik bilmaydi nomini. Mavr nimadir miyasida bor, prosta ko'rib o'tib ketgan, prosta eshitgan. Eski ma'lumotlari bor, o'sha odam kirib pul to'lashi osonroq bo'ladi. Masalan, hozir kirib ikkita zubnoy pasta turibdi, bittasi Colgate, bittasi yana boshqa. Qaysi birini olasiz? Colgate. Yonidagi arzonroq bo'lishi mumkin. Colgate olasizmi baribir? Katta ehtimol bilan 90% odam Colgate oladi. Shunaqa bo'ladi. Nimaga desa, u brend qayerdadir ko'rgan uni. Uni ichidagi yonidagisi undan zo'r bo'lishi ham mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Demoqchimanki, mana shu narsani brendni bitta 1000 dollar sarflaysiz, ertadan chiqmaydi u narsa. Shu stabilni ushlab turiladi odamlarning miyasidan chiqib ketib qolmasligi uchun. Shuni bilish kerak demoqchiman.
любой joyga kirsangiz mana nasiya bermasa ekan yaxshi, lekin ertaga nasiya berishga muhtoj bo'lib qolishingiz mumkin konkurensiya kuchaysa. Shunaqa bo'lmasligi uchun brend qilishingiz sizni o'sish nuqtangiz hozir. Kelajagingiz hozir brend qurish. Shu Mavr Shoes bo'ladimi? Agar patentlangan bo'lsa zo'r, patentlanmagan bo'lsa boshqa nom qo'ying. Patent qilingan bo'lsa malades zo'r. Kursdan keyin qildi shekilli. Zo'r tog'ida. Mana shu ham o'zi pulni chiqarib yuboradi o'zi bir kun kelib kursga qatnashgan pulni. U misol hali bekarga nimaga to'xtamayapman. Xudoga shukr bo'ldi, yomon emas. Oddiy misol hali korobka qildik deyapman. Bizni o'sha hozirga chiqaryapti turgan mahsulotimizda даже korobka emas, salabanga yozishmaydi ham ustoz. Salabanga yozishmaydi. Biz korobka qildik, rang tanladik unga, dizayn qildirdik. Dizayn qildirdik. Professionallarda qildirdingizmi? Yaxshilarda qildirdingizmi? Yaxshi qildik. Rangigacha, yozuvlargacha e'tibor berib, ko'rinishigacha qildik. Bizga telefon qilyapti klient. Telefon qilyapti-da, mana Mavr ish siznikimi demayapti-da. Ko'k korobkadagi, qora korobkadagi ish sizlarkimi deyapti-da. O'sha rosa fishka bo'ldi demoqchiman-da o'sha narsa. Zo'r. Upakovkani yaxshi qildingiz. Ha, upakovkani xudo uchun qildik, yaxshi fishka bo'ldi. Endi misol o'sha narsani endi davomiy yana ham e'tibor beradigan qaysi tomonlarga deb savol beryapman-da. Zo'r. Endi brend qilish uchun nimalarga e'tibor berasiz endi bundan buyog'iga? Nima qilmoqchisiz brend qilish uchun? Qanaqa podxod qilmoqchisiz brend qilish? Mana $10,000 pul to'planib qoldi sizda. Fondingizda marketing qilishingiz kerak, brend qilishingiz kerak. O'zi tasavvur qiling hozir. $10,000 pulingiz bor. O'sha brendga sarflashingiz kerak. Nima qilasiz? Qanaqa qilasiz? Yo'q, bunga hali to'liq to'xtalganim yo'q. To'xtadingiz, hozir bir umraga borib keladi. Yoki mashinani bitta yangilab oladi. Hozir marketingga kerak emas ekan bu. Yo'q, kerak, uni o'ylab turibman, lekin hali to'liq tushuncha qilib shakllantirib olganim yo'q u narsani. Lekin o'ylayapman. Hop, men ko'rayotganim birinchi o'sha marketingda birorta ambasador qilish kerak. Ya'ni ambasador degan bitta shaxsiy eski taniqli bir insonni bog'lash kerak bunga. Men misol uchun 10,000 pul to'planib qolgan bo'lsa 5,000 dan shunga 1 yillik shartnoma qilishga ko'nsa roziman mendan. Misol uchun 1 yilga masalan uni qayerdan tanlaysiz uni desa, eng taniqli kim desa, Ozodbek Nazarbekov. Tushadimi u menga? Tushadi bo'lsa yaxshi. Tushadi bo'lsa yaxshi. Yoki eng taniqli kim desa, Munisa Rizayeva. Tushadimi desa, yo'q tushmaydi misol uchun. Podpischigi hammanikidan ko'p misol uchun. Demoqchiman, ambasador tayyorlashingiz kerak va u bilan iloji bo'lsa, ham 5,000 ga ko'nadigan bo'lsa yaxshi, bo'lmasam sal undayroqlarini, 5,000 ga ko'nadiganroqlarini tayyorlashingiz kerak. Ya'ni shu 1 yillik shartnoma. Keyin endi u bilan shartnoma qildingiz, endi qolgan 5,000 ni boshqa joylarda banner qo'yib qo'yasizmi, boshqa qilasizmi? Ya'ni 10,000 yetmasligi mumkin, umuman olganda televideniyadir, boshqadir ushlab turaverasiz, savdo oshib boraveradi. Hozir bizda asosiy klient B2B'da optimchi. Asosiy bizning fokusimiz hozir optimchiga qaratib turganimiz yaxshiroq emasmi? Yo'q. Agar kelajak qurmoqchi bo'lsangiz, brend qilasiz. Keyin o'zi optimchilar sizni topib kelishni boshlayveradi katta ehtimol bilan. Yo'q, endi siz aytgan gapingizda ham jon bor bo'lishi mumkin. Reklamaga sarflashni aytyapsiz. U brend boshqa, reklama boshqa. Siz optimchini topib kelish uchun haligi shopperga beradigan pulingizni marketing fondidan ajratsangiz bo'ladi masalan. Yoki o'sha reklamaga beradigan pulingizni qayerdan topish reklamasini agar topib olsangiz, qayerlardan oson topasiz. Misol uchun 5% ni yoki u общий summani aytyapman. Umumiy holatda baribir. Misol uchun $10,000 1000 ni prosta nimaga sarflaysiz? Reklamaga. Sразу klient topib keladigan. Qolgan 9,000 ni brendoviy, masshtabniy reklamaga sarflaysiz. Agar ikkinchi qadamda kattaroq o'smoqchi bo'lsangiz. Brendoviy reklamalarda temasi boshqa, hozir vaqt cho'zilib ketib qoladi. Ammo boshqa tema bu. Brendoviy reklamalar qilish kerak biz. Siz sohangizni qilish kerak bizdan. Hop, endi buni ham qildingiz, zo'r olib ketyapsiz. Brend reklamasini ambasadorni ham topdingiz. Ozodbek Nazarbekov qarasangiz zo'r, siz Mavr tuflilardan kiyib yuribdi, hammaga tushuntirib yubordingiz buni. U Ozodbek kiygandan olay deydigan qilib tashladingiz. Tем более mahallangiz u. Hop, endi keyingi qadamda nima qilasiz desa, keyin уже siz o'zingizni distributorlaringizni, ya'ni sizga distributorlarga shart qo'yishni boshlaysiz, keyin o'sha shartnomalar to'g'ri qilishni boshlaysiz. Aynan sizni tovaringizni sotadigan odamlarni qilishni boshlaysiz. Endi bu keyingi qadam. Umuman olganda mana shu masalalarni men tavsiya qilgan bo'lardim. Sotuvni oshirish uchun hozirgi kunda eng asosiysi sizda brend deb o'ylayman. Agar sizni videongizda masshtabniy brend qilish niyatingiz bo'lsa. Bor. Yoki bo'lmasam o'sha faqat optimchilarni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, uni ham bozorini o'lchasangiz bo'ladi. Taki-takali brendi bo'lmasa ham korobkasiga qarab oladiganlar bor hali ham. Bor, o'shalarda obyomi
qanchasini olyapsiz masalan bozorda? Mana O'zbekiston bo'yicha Toshkentda Abu Sahiga sotyapsiz, yana Eshonguzarga sotyapsiz. Shuni hisobini olib turib, yana qayerlarga sotsam bo'ladi? Samarqandga, boshqaga deb turib, shuni hisobini olaverasiz. Lekin masshtabniy brend kelajakda ham qimmatroq sotmoqchiman, kamroq ishlayu ko'proq topay. Komanda qilib ishlamoqchiman, уже marketologlar boshqalar deb turibdi, videniya qilgan bo'lsangiz, demak hozirdan nima deydi, brendli reklamalar qilib borishingiz kerak bo'ladi. Uni ham o'sha xavfsiz bo'lish uchun moliya fondini ajratish kerak bo'ladi. Foydangizning qanchadir qismi. Hamma kirim chiqimlaringizni, o'zingizni rasxodlaringizni, korxona rasxodlarini o'zingiz lichna yozib borasizmi yo kimdir yozib boradimi? Xo'p, o'zim ham yozaman, haligi sherigim ham yozadi. O'shuning uchun haligi narsani so'radim, gapim tugamay qoldi endi. Nima qilmay qo'yardim? Birinchi bitta odamga bog'lash kerakmi? Oldin bitta odam qilish kerakmi shu narsani yoki-da avtomatizatsiya qilib avtomatizatsiyaga bog'lash kerakmi degan savolim. Ikkalasini birdaniga qilish kerak. Ya'ni bitta odam avtomatizatsiya bilan ishlash kerak. Shug'ullanadi, to'g'ri. Bitta odam avtomatizatsiya bilan shug'ullanadi. Deganimki, avtomatizatsiyani qilgandan keyin siz ham ko'rib turasiz. Asha odamning muhimligi darajasi, misol uchun qanday qilib men qaysi darajada bog'liq bo'lib qolmaydi demoqchisiz. Ha, shuni bu yerga menimcha shuni aytdi. Hozir to'g'ri tushundimmi? Birinchi masala Odil aka? Unaqa demoqchi emasman. Men aytmoqchiman. 100% rasxodlaringizni yozasizmi? Bu yoq Muhammad akamning savolini men to'ldirib ketaman. Yo'q. Birinchi sizni savolingizga nima qilib ketsam, o'zingizga qolgan ekan yozish, to'g'rimi? To'g'ri. Yozishni o'zingizga qolgandan keyin katta ehtimol yoza olmaysiz demoqchi. Ya'ni bir qolib ketadi bir unday. O'shuning uchun rasxodlarni Shuning uchun ham siz uni kontrol qila olmaysiz ertaga. Qayoqqa qancha pulim ketyapti deb turib uni modelni ko'ra olmaysiz. Shuning uchun обязательно bitta odam qo'yish kerak. Endi u odam ishonchli bo'lib ketib qolmasligi uchun birinchi o'rinda tanlab olish kerak. Filtrlab birinchi o'rin. Bu birinchisi. To'g'ri shartnoma qilish kerak. Xiyonat qilmaslik, keyingi odamga o'rgatib ketish va o'g'irliklar eshigini yopish kerak, doim nazoratda turganini bilish kerak. Xo'p, keyingisi yana bitta shartnoma qilish kerak. Bu ikkinchi turdagi shartnoma. Bu hali vafodorlik va keyingi qoidalar bo'yicha shartnoma boshqa narsa. Ikkinchi moddiy javobgarlik bo'yicha shartnoma. Ya'ni pul yo'qolsa yo boshqa bo'lsa, qamalishga rozimisan degan joyga qo'l qo'yish kerak. Xo'p, shunda asha odam yana qo'shimcha ish qilish kerakmi shu? Ha, shuning uchun agar to'g'ri model qilsangiz boshqa ishga vaqti bo'lmaydi. Vaqti bo'lmaydi. U faqat yozish bilan shug'ullanish kerak. Bu ham bitta asosiy vazifa. Shuncha hali joy savolimni to'liq tushuntira olmadim-da. Avtomatizatsiyani qildingiz, to'g'ri yozib o'tiradi. Keyin misol uchun faqat o'shunga bog'lab qo'ysangiz. Bog'lab qo'ying. Hamma narsanimi? Endi bu yerda avtomatizatsiyaga ham bog'liq. Masalan, avtomatizatsiyaning eng yaxshisi omborchi, omborda yozib kirim chiqimlarini yozadi. Omborchi bormi sizda? Bor. Yo'q. Yo'q bo'lsa, demak u avtomatizatsiyangiz baribir bog'lanishi kerak omborga. Omborchi nimamda bor? Avtomatizatsiyamda bor. Hozir yo'q-ku. Odam yo'q uni. Ha, uni hali nima yo'q, lekin bitta odam hammasini qilmagani bor. Hammasini bitta odam qilmagan. Omborchimi o'zi tak bor. Ertaga hozir o'g'irlansa ham demak nima yo'q ekanda sizda. O'g'irlash ehtimoli bor ekanda omborchi yo'q bo'lsa. Ha, yo'q, to'g'ri. Demak, ochiqda turadimi? Hozirgi holatda omborimiz bor. Asha sotuvdi o'zim bilan o'sh qilyapti dedim. Lekin avtomatizatsiyamda u narsani ikir-chikirigacha endi avtomatizatsiya bu ba'zi xolos. Yo'q, o'sh narsani xuddi siz aytgandek, omborchi faqat omboriga, misol sexnachaning o'shetiga rasi ikir-chikirigacha maydalab tashladimda u narsani. Ho, ana xuddi shu narsani endi tezroq odamlarni olishingiz kerak. Avtomatizatsiyani bekorga qilmagansiz-da. Ya'ni bitta odamga bog'lab qo'ymasligingiz kerak. Ham omborni kiritsa, ham kirim kassani kiritsa bo'lmaydi. Kassadan futbolka kassada o'tiradi. Shunaqa zo'r ta'minotchi kiritadi, omborni kiritadi, bu kirim chiqim kassani kiritadi. Ha, xuddi shunaqa. Oxirida balans olib turasiz. To'g'rimi, noto'g'rimi? Va iloji bo'lsa tezroq ular tepasida bitta odam faqat moliyaga turadigan bo'lishi kerak. Balans tekshirish, ya'ni moliyaga javobgar. Bu ham top menejer hisoblanadi. Moliya strategiyasi. Men so'ragan odamim shu edi. Mana moliyachi top menejer hisoblanadi. Endi moddiy imkoniyatingiz yetsa, deyapman-ku, iloji bo'lsa. 70% foydangiz ketsa ham tezroq ash top menejerlarni sog'olsangiz, keyin operatsiyonkadan chiqasiz. Keyin operatsiyonkadan chiqasiz, ana undan keyin xotirjam bo'lasiz. Men so'ragan savolim shu. O'shuncha aytdim-da, hamma moliyani, misol uchun mendan olib qo'yib turib, hisob-kitob qiladigan odamni qo'ymasam, men strategiyaga vaqt ajratolmayman-da. Shuni o'shuning uchun ham mayli kassirlik ham qilsin, i plus
polniy balansni ham tekshirib turadigan odam bo'lsin. Masalan, bizda Diyorbek hozir shu vazifani qilyapti. Eng qiynalayotgan joyim Diyorbek qarasam buni yaxshi tushunadi. Diyorbek mana shuni yana bitta moliyachimiz bor, u hali qobiliyati yo'q buni. O'zi qiziqadi lekin. Mana shu to'liq o'rgangungacha siz mana shu yerda balansda tekshirib turasiz dedim. Menga har oy balans hisobini chiqarib berasiz. Men o'zim kirishga vaqtim yo'q buni. Nechta xomashyo kirgan, masalan, siz sohangizda bo'lsa yoki menda bo'lsa, shu nechta tovar kirgan, kitob sohamda bor, bizda treningda ham bor, boshqa sohada ham. Balansini tekshirib turasiz. Qanaqa loyiha bo'lsa, hammasini balansini. Nechta, misol uchun, xomashyo keldi, undan nechta tovar chiqardi. To'g'rimi? Endi nechta tovar chiqdi, nechtasi sotildi, nechtasi qoldi. Mana shuni balansini har doim tekshirib turish kerak bo'ladi. Ya'ni kassasi necha pul tushdi, necha pul chiqdi-yu, necha pul qolgan bo'lishi kerak hozir degan narsani bitta odam moliyachi tekshirib turadi va savolingizni tushunib turing. Haftalik rejalarga bo'lib berib turadi. Masalan, hali moliya modelini aytdim. Buni mashinga borib taqaladi. Aytaylik, marketingga pul kerak yoki xomashyo olib kelishga pul kerak yo boshqa desa, u buni rejadan oshib ketsa bermay turadigan odam mana shu bo'ladi. Yo'q, sizda buni foiz bor xolos. Buni turgan tovarni sotasiz yoki sotuv bo'limi sotadi, keyin siz buni tovarga pul beraman, xomashyo olib kelasiz degan narsani qilib berib turadigan bitta odam bo'lishi kerak. Bu ham top menejer, moliyachi bu. Shuni biz o'zimizni sohani tushunish darajasi qanchalik bo'lishi kerak? Men 100% tushundingiz hozir meni. Zo'r, finansni bilsa bo'ldi. Qolganini o'rganib oladi. Finansni bilsa bo'ldi. Finansni siz sohangizni bilish shart emas. Ya'ni o'zi kirib o'rganib oladi ya'ni. Tan narxni, boshqani finansni bilsa bo'ldi. Ishlab chiqarishda ishlagan bo'lsa yana ham yaxshi. Endi aka sizda hozir avtomatizatsiya ishlayaptimi? yo'q, avtomatizatsiya endi ishlayapman. Endi ishlatmoqchi ekanman. Hali odam yo'q uni ishlatishga. Yo'q, ikki narsada men qarang. Misol Bobur Musoboyev 100 millionlik tovar sotdingiz. 100 millionlik persiyani yoki naqdda sizga pul berdi. U bergan narsani siz kompyuterga kirgizishingiz kerak-da. 100 millionni kompyuterga kirgizishingiz kerak, balansga kelish kerak. Endi u 100 milliondan 30 million ishchilarga olib berdingiz, 10 million arendaga berdingiz, boshqaga, xullas 50 million rasxod ketdi. 50 million pul qani desa, seyfda turibdi. Borib bitta odam tekshirib, bu narsani direktorning o'zi qila oladi hammasini. Kassa pul kelib, kassa har kunlik savdosini urib direktorga tashlaydi. Yo'q, qilmayapman. Shu narsani hozir aytayapman. Men qilyapman, qilmayapman. Direktor deganda hozir siz bu yoq direktor bor deb o'ylayapsiz. Bu yoq CEOsiga ishonmang hozir. CEO hali ishonchli emas. Hamma narsani olib qilibsiz, ishlatmayapsiz-da. Hamma narsangiz bor ekan, eshitishim bo'lsa. Faqat o'zingizda qolib xolos-da, o'zingiz berishingiz kerak-da, boshda to'g'ri xato qiladi, boshqa qiladi. Bitta o'zi ishlatishingiz kerak. Avtomatizatsiyangiz bo'lmasa, u pulingizni hech pul qadi, hech pul bila olmaysiz. Shunaqa. Reviziya ham qilmagansiz, to'g'rimi? Yo'q. Reviziya qilmaysiz. Daftardagi hozir yuragingiz bu etib yuradimi, tekshirsam aniq bir ishkal chiqadi, tekshirmay turaveradi. Hozir daftarda ishlaymiz. Avtomatizatsiyani qo'yib ish boshlagungacha ustanobga qilib deb uddalay olmay qoldik-da. Endi qo'yish majburiyat qo'ying-da siz. Yo'q, qo'yamiz. Konkretniy o'g'irlik bor-da u yerda. Astatgan o'g'irlanmaydi, qiynaladi. Bu videoda o'g'irlar ko'rmasin lekin. 5 tasi to'g'ri kelmaydi dedi. Coverga naqaga qo'yasiz uni, hookga qo'yasiz bu joylarni. Asr vaqti ham bo'lib qolibdi. Agar muhim savollar bo'lsa bitta to'xtalamiz, bo'lmasam sekin razborda yopsak bo'ladi. Menga yetarli bo'ldi, rahmat. Xo'p. Savol bor. Aha. Savdoda sotuvni kerakdan ortiq deyaptilar. Nimaga o'lchov? Nimani hisobiga? Masalan, hozir bu berayotgan hamma buni tizimlashtirish boshlansa, narx oshadi. Sotuv narxini qo'ysangiz necha foiz klientingiz sizda qoladi? Hisobni ham ko'rgansiz. Sizda arzonligicha hozir hammasi bo'layotgan. Bo'lishi mumkin. Sizga 5 ming so'm, 10 ming so'm qo'ysangiz, balki 50% ham qolmas bu sotuvdagi. Bu joy bor. Marketing ham xarajat talab qiladi. Bu o'z-o'zidan Hali men ham o'sha savol berdim, eshitgan bo'lsangiz ustozga. Nima sotuv narxingiz ko'tariladi-ku, mana narsani sotuv modelida dedim. Lekin hozir menda bitta o'zim emasda ishlayib turgan boshqalarimiz bor. To'g'ri, misol daftarda qilamiz. Tan narxingizdan marjanangiz qancha bu yoq?
Shuni bilsak aniq bo'ladi, to'g'rimi aka savolingizga? Ya'ni necha foiz foyda qilasiz marjinalnikda? Necha foiz foyda qilasiz? Misol uchun hozir uni Tannarxingiz necha foiz tashkil qiladi? Masalan, $100,000 pul tushdi oyiga 80,000 ni tashkil. Hisobli narsaga necha pul qo'ysangiz, masalan 3,5 ming qo'ysangiz 10% 20%. Bu sofmi yo marjami? Yo'q, sof. Sof. Yo'q. Ha, sof. Sof. Natijada unda xarajat Yo'q, sof foyda ekan. Xarajat ham chiqib ketadi. Hamma yo'q chiqib ketadi. Soliq ham hammasi chiqib Hamma ketadi. yo'q chiqib ketadi. 20% qoladi. Normalniy qoladi. Bu sohada o'zi yaxshi marja. Lekin akani gapida jon bor. hozir Yo'q, aka to'g'ri aytdi. 20% qo'yadi. Akani gapida jon bor. Hozir marketingga fond ajratsa, yana nimaga pul To'g'ri ajratsa. aytdi. Hozir arendasini ham qo'shishni boshlasa bunga. Misol uchun gapi o'shanda уже narxlar oshib bunday bo'lib qolishi mumkin demoqchi bo'lyapti. marjaga ishlamoqchi bo'lsa 50 mingga chiqishi mumkin tanlabda. To'g'ri. Tushundim. Gapingizni to'g'ri aytyapsiz. Buni dehqonchi ishlayotganda buni iloji yo'q, lekin endi qachonki bunday 5 qo'lda ko'ra olsa, keyin buni hisobini oladi. Keyin bilinadi-da u narsa. Lekin hozircha baribir avtomatizatsiyada siz aytgandek avtomatizatsiyada ko'rinadi. Faqat hali Kiritish kerak. yetib bora olmayapmiz-da. Harakat qilyapmiz yetib borishga. o'zi savdo nima uchun unda marja yaxshi ushab turibdi desangiz, bularning sifati yaxshi, sifatli qilib beradiganlar kam. O'zi raqobat ko'p bu sohada. Sifati yaxshi, aynan buni talab qiladigan odam optimchilar bulardan olib sotgisi keladi. Sifati zo'r qilib beradi. Brendi ham emas. Yo'q. Hozir brend ustoz aytmoqchi, ustoz to'g'ri aytyapti. Asosiy bizda eng fishka bo'lib turgan narsa, masalan, men sifatni fishka deb bilmayman-da. Sifat bilan dizayn. Ha, sifat bilan dizaynda hozir bizda eng asosiy fishka bo'lib turgan narsa. Shuning uchun yashiradi dizayndalik. Gruppani ham shuning uchun yopib qo'yganda. Nimada qanday desamki, налоговыйda xususiy korxonami yo MCJ yoki YTTmi? Yo'q, MCJ. MCJ. Ha. Soliq to'layotganda qanaqa? Investormisiz yoki yagona soliqdami? Aylanmadi. Aylanmasi. U 1 milliardga chiqarmaslikka harakat qilib yuradi. Xuddi shu sifatdagi mahsulot konkurentlarda optim narxi necha pul ko'rganmiz? Bizdan arzonroq. Sizdan arzon? Demak, siz sifati bir xil, sizdan arzonroq. Ha, endi bundayda qani, sredniyda, misol arzonrog'i ham bor, qimmatrog'i ham bor-da-ki. Yo, o'zingizni, masalan, sizning mahsulotingiz sifati bilan teppa-teng keladigan. Ha, teppa-teng keladi xonani, asosan qimmatroq. To'ladi. Teppa-teng mashinada Sizdan qimmatroqmi shuni? Sizdan ko'ra qimmatroqmi? oshiqcha emas-da. Unda katta razlika yo'q. Bir xil salba. Ha. Bo'ldi. Chiqaruvchi bilan savdogar farqi borda. Yo'q, u oshiqcha, tushundim gapingizga aka. Oshiqcha katta darajada emas aka. Bu yerda masala oxir xalqqa borib taqaladi. Xalqimizda hali brend narsani kiyishga bu sohada katta qiziqish yo'q. Shunaqa. Shuning uchun muammo shu yerda. Ya'ni hali brend sohada ham raqobat yetarli aniq emas, yetarlicha emas. Brend qilinishda ham. Shuning uchun bu yerda raqobat kam. Prosta raqobat kamligi brendda. Ya'ni brend qilingan tovarlar hali O'zbekistonda kam. Shuning uchun ham bu yoqda tug'ilib, o'lib ketaveradi. Ya'ni ishlab chiqaruvchilar chiqib boshqa bo'lib, xullas brendga anaqa emas. Ya'ni ilmli tadbirkorlar kamligi uchun raqobat kam. Agar kimdir o'zi brend qilish baribir ko'payyapti, bir 2-3 yil ichida brendoviy nimalar ko'payib ketadi. Xitoy ham ko'p kelyapti bu yog'i. Уже tirik qolish uchun hozir tezroq brend qilish kerak bo'ladi. Xulosa shu. Ancha birga o'tiribmiz-da deydi. Yo'q. Bo'lsa demak kengashda doimiy shanbalik darslarda aktiv bo'lish kerak bo'ladi. Xulosa. Xo'p, bo'lmasa sizlarga ham rahmat, hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar. Hop. Bizni YouTube'da kuzatayotganlar bo'lsa, mana shu loyihamiz yana ham ko'proq odamga yetib borish uchun nima qilish kerak desa, like bosish ham foydali bo'ladi. Podpiska bosish yoki izohda nimadir olgan insightlaringizni yozib qo'ying va ana shu boshqalarga manfaatli bo'lishiga va ko'proq odam yetib borishiga, ko'proq odamga yetib borishiga sabab bo'ladi. Kuzatishda davom eting. Kengashda ko'rishguncha.